Assalomu alaykum hurmatli rahbarlar. Bugun siz bilan qanday qilib jamoani, kompaniyani tizim orqali boshqarish haqida gaplashamiz. Asosiy ko'rib o'tadigan mavzularimiz, demak, birinchisi bu rahbarning fikrlashi. Ya'ni rahbar sifatida siz jamoangizda, proyektda qanday fikrlash doirasida bo'lishingiz kerak, nimalarni qabul qilishingiz kerak, nimalarni qabul qilmasligingiz kerak, aynan mana shu narsalarni ko'rib o'tamiz. Keyingisi bu strategiya, 3 oylik, 6 oylik va umuman olganda 1 yilgacha bo'lgan maqsadlarni qanaqa tarzda formirovka qilamiz. Mana shu jarayonni ko'ramiz. 3-mavzuyimiz bu qarorlarni taqdim etish. Buning ichida o'sha biz majlislarni ko'rib o'tamiz, hisobotlar tizimi haqida gaplashamiz. 4-mavzuyimiz vazifalarni qo'yish, delegatsiya qilish, mikromenejmentga aralashib qolmaslik va nazorat haqida gaplashar ekanmiz. 6-mavzuyimiz bu o'sha tizimli boshqaruv taqdimoti bo'ladi mentorlik kursimda. Demak, avvalambor tanishib olaylik, o'zim men kimman va nima uchun meni eshitishingiz kerak. Meni ismim Javohir, familiyam Abdufattoh. 4 yildan buyon rahbarlik sohasida faoliyat olib boraman. Hozirda Superme kompaniyasi operatsion direktoriman. 2 yildan beri mana shu lavozimda ishlayman. Ungacha o'quv markazida, Superme o'quv markazida, boshqa o'quv markazlarida menejer sifatida, rahbar sifatida faoliyat olib borganman. Hozirgacha biz Superme kompaniyasi Davron akaning Superme kurslari, ideal kurslarini bir necha marta qayta zapislar qildik. Undan tashqari Anvar aka Baxtiyorovda ham o'zining mentorligi va kurslarini loyihalarda birga ishlab kelyapmiz. Davron aka bilan 2 yildan beri ishlaymiz. Men Davron aka o'z shogirdi bo'laman, o'sha mnemonika sohasi bo'yicha ham. Undan tashqari o'sha Anvar aka bilan ham o'zining bir nechta loyihalarda va mentorlik loyihalarida birga ishlab kelyapmiz. Hozirgacha ta'lim yo'nalishidagi o'sha zapislar yo'nalishida ishlayotgan 10 dan oshiqroq kompaniyalarga rahbarlar tayyorlab berish, ularda o'sha tizim qo'yib berishga yordam berdim. Jamoamiz bilan 10 dan oshiqroq loyihalar o'tkazdik. O'sha 300 ming, 400 minglik zapislar bo'ldi. Superme AI, Superme 2.0, hozir Superme 3.0 zapislar ketyapti. Xudo xolasa 400 minglik zapis qilmoqchimiz. O'rtacha komandamizda 50 tadan kam odam ishlamadi. O'sha sotuv bo'limi, media bo'limi, marketing, produkt bo'limida bizda xodimlar o'z faoliyatini olib borishadi. Xo'p, endi hozirgacha men rahbarlarda ko'rib kelgan eng katta muammolarim nimalardan iborat va mana shu muammolarga o'sha bugungi darsimizda qisman yechim berib o'tishga harakat qilaman. Birinchi muammoyim bu boshqara olmayapman. Yangi rahbar bo'lishi mumkin yoki ancha vaqtdan beri ishlab kelayotgan rahbar bo'lishi mumkin. O'zida mana shu narsani sezishni boshlaydi. O'sha xodimlar aytganimni qilmayapti, men oldimdan xo'p deb, men ketganimdan keyin esa ishni boshqacha tartibda bajaryapti. Umuman olganda men butun komandani jarayonlarda tizimni boshqarishga qiynalyapman degan og'riq. Keyingisi bu o'zim boshqaruv ko'nikmalarimdan noroziman. Ya'ni odamni o'zida ichida ikkilanish bo'lishi. Men rostdan ham o'zi to'g'ri ish qilyapmanmi, to'g'ri boshqaryapmanmi, to'g'ri muomala qilyapmanmi, to'g'ri KPI qo'yapmanmi, motivatsiya tizimini to'g'ri tashkillashtirganmanmi? Mana shu proseslarda rahbarlarning o'zida bo'ladigan ichidagi ikkilanishlar, o'zida shubhalari. Juda ham ko'p ishlayman. Ya'ni ish juda ham ko'p bo'ladi. Har kuni ertalab kelingandan to kechqurun hamma xodimlardan oldin kelinadi, hammadan keyin ketiladi. Energiya juda ham ko'p ketgan, lekin kechqurun sarhisob qilinadigan bo'lsa, natijaviylik yuqori emas. Lekin ishlangan. To'xtovsiz. Kuniga 12 soat dam olishsiz, hatto xodim o'rniga o'zim o'ylayman, ishlayman, juda ham charchayman. Ya'ni o'sha bu holat kelib, rahbarlarda nima bo'lish boshlaydi? Mensiz ish bitmaydi deb o'ylashadi. Faqat hamma narsa kompaniyada menga bog'liq, xodimlar ko'p ish qilishmaydi. Men juda ham charchayapman. O'sha toliqqan odamda o'sha stress ko'payishni boshlaydi. Xodimlar bilan turli xil konfliktlar bo'lishi mumkin. Mana shu muammolar, o'zim va oilam uchun vaqtim yo'qligi yoki xodimlar ishini o'zim qilishga majbur bo'lishim, delegatsiya qilish o'rniga nima? Juda ham ko'p vazifalarni rahbarda aynan o'zi bajarishi, xodimlarga ishonmasligi, agar delegirat qiladigan bo'lsa ham mikromenejment qilib, mayda-chuyda narsasigacha detalni tekshirib turishi. Doimiy stress va konfliktlar bo'lishi, jamoa bilan, stakeholderlar bilan, o'sha o'zidan yuqoridagi rahbarlar bilan, outsourced ishlaydigan guruhlar bilan bo'lishi, konfliktlar, to'g'ri kelishuv qilinmasligi va kutuvlarni bir-biri bilan to'g'rilab olinmaganligi natijasida. Bundan tashqari, o'sha yaqin kunlarda men eng ko'p eshitgan shikoyatlardan bittasi bo'ldi. Oldin hamma narsa zo'r edi. Komandamizga yangi odam keldi, kompaniyamizga yangi CEO bo'ldi. Men o'zi sotuvchilar rahbar edim, rop edim, meni operatsion direktor qilishmoqchi. Mana shunaqa holatlardan keyin nima bo'lyapti? Ularda yangi muammolar kelib chiqyapti. O'sha bilimni, amaliyotni kamligi tufayli. Tartibsizlik va o'zboshimchalik bo'lishi, emotsional charchashlar, burnout bo'lishi, ya'ni rahbarlarda eng ko'p uchraydigan narsa, ofisga kiradigan bo'lsa, mana bu 4 ta devor rahbar siqishni boshlaydi. Ya'ni o'zi juda ham katta stress bo'ladi bu holatda. Apatiya kuyish, tushkunlik, hafsalasizlik bo'lishi, xodimlardan ko'ngil to'lmasligi juda ham ko'p bo'ladi. Xodimlarda tashabbus yo'qligi, ya'ni o'zidan bilib nimadir olib kelmaydi, faqat muammo bilan kirishadi, yechim yo'q bo'ladi, nimada taklif qilishmaydi, o'zidan bilib nimadir qilmaydi deb xodimlardan nolish juda ham ko'p bo'lar ekan. Quyida ko'rib turgan muammolaringizni hozir biz qisman bo'lsa ham yechim berishga harakat qilamiz bugungi o'tadigan mavzularimiz orqali. Demak, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizga maxsus sovg'am bor. Biznesingizda
tizim bilan ishlashga yordam beradigan SOPlar tizimini qanday tuzish haqida men sizga maxsus bitta video darslik tayyorlab qo'yganman. O'sha darslikni qo'lga kiritishingiz mumkin va o'sha kompaniyangizdagi SOP bilan bog'liq muammolarni osongina yechishingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, bugungi ko'rib o'tadigan mavzuyimiz quyidagi shablonga asoslangan bo'ladi. Ya'ni biz odatda marketingni, sotuvni fan sifatida, soha sifatida ko'ramiz degan u haqida chuqur o'rganish kerak deb o'ylaymiz. Lekin nimagadir rahbarlarda boshqaruvga kelganda bu narsani men ko'rmayman. Ya'ni harakat qilishadi, bu narsa prosta o'rgansa bo'ladi-yu, shunchaki odamga buyruq berish yetadi-yu, odamlarni ishlatsa bo'ldi-ku degan mindset bilan o'ylashadi. Bu juda ham katta xato. Hozir ko'rib turgan shabloningiz bu o'sha boshqaruv qobiliyatlarini kompleks rivojlantirishga qaratilgan, har bitta rahbarda bo'lish kerak bo'lgan o'sha ko'nikmalar haqida keltirib o'tilgan va u ko'nikmalarni qanaqa tartibda ishlashi, boshqaruvda qanaqa bo'ladi, natijaviylik qanaqa bo'ladi, kommunikatsiyada qanaqa ishlatilishi mana shu narsa haqida gapirib o'tilgan. Yuqorida ko'rib o'tganingizdek o'sha rahbar fikrlashi, strategiya, qarorlar taqdim qilish, mana shu bugun ko'rib o'tadigan mavzularimiz. Bular o'z navbatida tepadagi o'sha ko'rishingiz mumkin. Rahbarning asosiy maqsadi bu natijaviylikka olib keladigan maqsad qo'yishimiz, bizning strategiya bilan ishlashimiz, qarorlar taqdim etishimiz va hokazo mana shunaqa asosiy 6 ta ko'nikmani o'z ichiga oladi. Men bu shablonni Telegram guruhimga tashlab qo'yaman. Albatta darsdan keyin bu narsani o'zingizga olib yuklab ko'rib chiqishingiz mumkin bo'lar ekan. Lekin bugungi darsimiz mana shu shablon bo'yicha qanaqa qilib tizimli boshqaruvchi bo'lishingiz haqida gaplashar ekanmiz. Xo'p, hamma narsani boshlashdan oldin men sizni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Bugungi darsni prosta tak ko'rmoqchi bo'lsangiz, eshitmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri sizga hech qanaqa foyda olib kelmaydi. Daftar, ruchka olib konspekt qiling va konspekt qilish jarayonida mana bu narsani ofisimda xodimlarimga nisbatan komandamda yoki loyihamda qo'llab ko'raman deb albatta o'zingiz uchun notlar yozib keting, eslatmalar yozib keting. Bu narsani qo'llasam bo'ladi, mana bu tartibda qo'llayman deb. O'z navbatda Konfutsiyaning o'qitish formulasini aytib o'tib ketaman. Bilim harakatga aylanmasa foydasi yo'q. Bilim bu potensial kuch. Uni qachonki amaliyotga kiritsangiz, haqiqatda realda ishlashni boshlasa, realizatsiya qilinsa, keyin sizga foydasi bo'lishi mumkin. Harakat esa takrorlanadigan bo'lsa odat bo'ladi. Ya'ni biz bir martagina nimadir ishni qilib ko'rib, bu narsadan natija ola olmadik desak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Albatta odatlar xarakterga aylanadi. Xarakter esa nimani berar ekan? Bizani hayotimizni, bizani o'sha ishimizni natijasini belgilab berar ekan. Men nima demoqchiman bu bilan? Hozirgi o'rganayotgan narsalaringizni kichkina masshtabda sinab ko'ring. Ya'ni butun boshli 50 kishilik komandangiz, 100 kishilik komandangiz yoki 10 kishilik komandangiz hammasi emas, shunchaki bitta odamda sinab ko'rasiz bugungi usullarni. Yaxshi natija beradigan bo'lsa, keyin kattaroq masshtabda ishlatasiz. Bitta odam bilan kommunikatsiya qilasiz, bitta odam bilan kichkina mayda o'zgarishlarni kiritib borasiz. Qanaqa holat bo'ldi, ma'lum bir usulni kiritganingizdan keyin, o'zgartirganingizdan keyin natija qanaqaligini yozib borishingiz kerak bo'lar ekan. Undan keyin esa qaror qabul qilasiz. Bu narsani masshtabli qilsak bo'ladimi yo'qmi? Hozir bitta sotuvchi bilan mana shu usulni ishlatib ko'rdik, yaxshi natija berdi. Endi butun boshli sotuv bo'lmaga bu narsani qanaqa qilib qo'llaymiz? Mana shu tartibsa, siz avval bitta xodimda ma'lum bir qolipni yaratib olasiz. Men o'sha Ctrl+V deyman, copy paste tizimi deyman. Ya'ni kichik bir guruhda, bir nechta xodimda usullarni ishlatib ko'rib, ular natijasi bo'lganidan keyin uni kattaroq gruppada, kattaroq o'sha kompaniya a'zolari bilan birgalikda sinab ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Test qilib ko'rish bu ko'p vaqt oladigan ish emas, faqat buni kichikroq masshtabda o'tkazishimiz kerak. Xo'p, asosiy birinchi mavzumizga kirishni boshlaymiz. Demak, rahbarni fikrlashi. To'g'ri, biz rahbar sifatida aytishimiz mumkin. Rahbar odamda bilim bo'lish kerak, ko'nikma bo'lish kerak, tajriba bo'lish kerak. Lekin ularning eng asosiysi bu uni fikrlash hisoblanadi. Ya'ni mindseti. Rahbarning miyasi, rahbarning fikrlashi qanaqa bo'ladigan bo'lsa, xodimlar shu asosda harakatlanadi. U to'g'ri maqsad qo'yadigan bo'lsa, maqsadiga qarab ketadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan xodimlar ham uni ortidan xuddi shunaqa tartibda o'zgarish boshlaydi. Lekin shu yerda bitta joy bor. Ko'pchilik rahbar bo'lgandan keyin men qanaqadir lavozim oldim deb o'ylaydi. Lekin shu joyda e'tibor berish kerak, rahbarlik bu lavozim emas. Bu kasb. Buni xuddi rahbarlikkacha chiqquncha qilgan mutaxassisligingizni qanaqa bajargan bo'lsangiz, shunaqa tartibda как mutaxassislikdek qabul qilishingiz kerak. Lekin oldingi qilgan mutaxassisligingizdan farqli joylari bor. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, mutaxassislik qanaqa tartibda bo'ladi? Har doim o'zingizning ishingizni ideal darajada bajarish, o'sha ishni ko'rsatib berish, rahbaringizga hisobot berish va o'sha bo'yicha maosh olish tartibida bo'ladi. Lekin rahbar bo'lganingizdan keyin siz butun boshli jamoani ishiga javob berasiz. Mana shu yerdagi asosiy farq tushunib oling. Ya'ni mutaxassis odam faqat o'zini ishiga javob beradi, rahbar odam esa butun boshli jamoani ishiga javob beradi. Marketologingiz faqat o'zini o'sha marketing ishlariga javob beradigan bo'lsa, marketing bo'limi rahbaringiz o'sha marketing bo'limingizdagi marketologingiz, targetologingiz, dizayneringiz, saytologingiz hammasini qiladigan ishiga va natijasiga javob berar ekan. Mutaxassis sifatida ishlagan odam, misol uchun eng zo'r sotuvchingiz bor, sotuv bo'limingizda 5 yildan beri sizda ishlayapti. U sotuv bo'yicha hamma narsani biladi. Uni endi tepaga ro'p qilib qo'ymoqchisiz, sotuv bo'limi rahbari qilib o'ylashingiz mumkin. Ham sotuv bo'yicha hamma narsani biladi, tajribasi katta, jamoani ham yaxshi boshqarsa kerak.
Katta ehtimol bunaqa bo'lmasligi mumkin. Bu normal holat. Har doim ham eng zo'r xodim, eng zo'r rahbar bo'ladi degani emas. Mana shu narsani to'g'ri qabul qilib olishimiz kerak ekan. Mutaxassis bilan rahbardiki, demak, ikkalasini ishi ikki xil. Misol keltiraman. Tasavvur qiling, bitta o'sha bolnitsa, o'sha yerda deylik, eng kuchli jarrohni olishdagi bolnitsani direktor qilib tayinlashdi. Holat nima bo'ladi? Direktor bo'lganidan keyin katta ehtimol bilan u jarroh operatsiya xonasiga kirib, operatsiya qilib, kimlarga master klass ko'rsatish kerak bo'lmaydi. U uje grafik qilish kerak, boshqa jarrohlar topish kerak, o'sha bolnitsaga yangi uskunalar olib kelish kerak bo'ladi, ish grafiklar tuzish kerak bo'ladi. Uni ishi, ya'ni o'zgarish boshlaydi, o'zining mutaxassisligidan chiqadi. Mana shu holatda ham agar siz endi rahbar bo'lgan bo'lsangiz yoki qo'l ostingizda kompaniyangizga qanaqadir top menejerda tayinlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, e'tibor berishingiz kerak. Bu o'zining mutaxassisligidan chiqib ketib, rahbarning javobgarligini bo'yniga oldimi? Endi u butun jamoa uchun javob bera oladimi? Butun jamoaning natijasi uchun harakat qiladimi? Mana shu savollarni albatta o'ziga berishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, rahbarning asosiy ishi bu intellektual faoliyat, ya'ni butun boshli resurslaringizni, odamlaringizni tizimli tarzda boshqarishdan iborat ekan. Xo'p, ikkinchi fikrlashdagi juda ham men ko'p uchratadigan xatoliklar yoki muammolardan bittasi ingliz tilida o'sha motion va action degan so'zlar bor. O'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsangiz, ikkalasi ham harakat degan ma'noni anglatadi. Lekin farqli ravishda. Qanaqa deydigan bo'lsangiz, birinchisi demak motion degani o'sha bitta joyda turib harakat qilganday bo'lib turish. Harakat qilganday bo'lasiz, lekin umuman manzilingizga yaqinlashmaysiz. Bizda action bor, harakat, ya'ni A nuqtangizni belgiladingiz, B nuqtangiz bor. Borgan sari qanchalik ko'p harakat qiladigan bo'lsangiz, A dan uzoqlashib, B nuqtangizga yaqinlashib borasiz. Kun davomida kelib o'tirdingiz, men ertalabdan kechgacha ofisda o'tiribsiz, nima ishlar qilyapsiz, bitta analiz qilib chiqing va ularni ikkita turga bo'ling. Birinchisi, qaysi qilayotgan ishlaringiz motion, ya'ni qilayotgan ishlar, qaysi ishlar bajaryapsiz har kuni? Xodimlar hisobotini chek qilasizmi? Qaysi ishni bajarib berasizmi? CRMdan nimani ko'rib berasizmi? Hisobot dashbordida raqamlarni analiz qilasizmi? Qaysi qiladigan ishingiz bu sizni hech qanaqa o'sishingizga, kompaniya natijasiga, xodimlar rivojlanishiga ta'sir qilmayapti. Faqatgina bu narsalar sizni bizi qilyapti, faqat band qilib qo'yapti. Ikkinchi tarafda esa qaysidir ishlar sizni o'sishga olib kelyapti. Mayli kam vaqtingizni sarflagan bo'lishingiz mumkin, mayli kam energiyangizni sarflagan bo'lishingiz mumkin, lekin natijasi katta bo'lishi mumkin. Aynan mana shu tartibda siz rahbar sifatida fikrlashingiz kerak. Biz Pareto qonuni haqida juda ham ko'p gapiramiz, 80 ga 20, ya'ni odatda biz qiladigan, biz sarflaydigan energiyani 80% bizga 20% natija olib kelishi mumkin yoki rahbar sifatida xuddi shu narsani teskarisi 20% energiya sarflab 80% natija olishingiz mumkin bo'lar ekan. Rahbar degani bu ishlarni jismoniy tarzda qiladigan odam emas, balki aqliy tarzda kattaroq natijaga erishishga yordam beradigan, kalit ishlarni bajaradigan inson degan. Aynan mana shu kalit harakatlaringizni topadigan bo'lsangiz, siz albatta harakat nimaligini va motion, bitta joyda turib aylanish nimaligini bilasiz va sizda o'sha harakat natijasida o'sish bir necha barobar tezroq bo'ladi. Ikkinchi ko'rib o'tadigan narsamiz, demak, strategiya haqida gaplashar ekanmiz. Strategiya bu demak bizda o'sha asosiy qismi bu rejalashtirishdan iborat bo'ladi. Rahbar sifatida birinchi qiladigan ishingiz o'zingizni kuningizni rejalashtirish, o'zingizni haftangizni, kerak bo'lsa o'zingizni bir oy davomida qiladigan ishlaringizni rejalashtirib qo'yishdan iboratdir. Rejalashtira olmaydigan bo'lsangiz, rejalashtirishga qiynaladigan bo'lsangiz, ishoning, rahbarlik siz uchun emas yoki juda ham rahbar bo'lish siz uchun qiyin bo'ladi. Rejalashtirish nimaga yordam beradi? Birinchi navbatda bu bizdagi stressni kamaytiradi. Biza oldindan ertangi kunimizda nima bo'lishini, undan keyin nima bo'lishini bila olamiz, prognoz qila olamiz yoki bizni kutuvimiz bo'ladi o'sha kunga nisbatan. Qachon miyada stress bo'ladi, qizib ketish bo'ladi, burnout bo'ladi, siz ertaga nima bo'lishini bilmaysiz, taxmin ham qila olmaysiz. Shunchaki yo'l-yo'lakka chiqadigan hamma ishlarni bajarib ketasiz, natijada nima bo'ladi? Sizda tezgina ishdan charchash, stress kelib chiqishni boshlaydi. Va albatta rejalashtirish bizda juda ham ko'p ishlarga ulgurishga yordam beradi. Rejalashtirish protsessini avval o'zingizda bajarishni boshlang. Farqi yo'q, u bloknotga qilasizmi, stikerga yozib qilasizmi, qanaqadir task menejerlarda olib qilasizmi, oddiy telefonda zametkaga yozasizmi, farqi yo'q. Bir kun avvalambor o'sha birinchi etapda bir kun avval o'sha ertan qiladigan ishlarni yozib olish kerak. Agar yaxshi o'xshab ketadigan bo'lsa, keyin haftalik zadachalarni to'ldirib borish kerak bo'ladi. Undan keyin jamoaviy ishlarga o'tsak bo'lar ekan. Umuman olganda strategiyani biz ikkita asosiy harakat bilan ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi bu strategik harakat. Umuman olganda butun komanda, butun jamoa, kompaniya siz nima uchun harakat qilyapsiz? Sizning loyihangizdan qanaqa maqsad bor? Misol uchun bizda Superman kompaniyasida oliy missiyamiz bor. Bu bizda o'sha insonlarga bilim berish orqali ularning hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish yoki daromadini oshirishga yordam berish. Xuddi shunday, siz qilayotgan ishingiz, sizda jamoani ishlashi qanaqa missiya bilan ishlayapti? Ularda qanaqa strategik plan bor?
asosiy maqsad nima bu ishdan? Ikkinchisi esa bu xuddi o'sha planni amalga oshirish bo'yicha sizni taktik rejangiz qanaqa bajaramiz? Misol uchun qo'yilyapti reja bitta zapuskda $400,000 qilish. Qanaqa bajaramiz? Qanday qilib bajaramiz? Qancha deadline kerak bo'ladi bizga? Qanaqa resurslardan foydalanamiz? Bu demak bizda taktik rejamiz bo'lar ekan. Strategik reja bu demak nisbatan uzoqroq muddatga qo'yilgan. Bu 3 oy bo'lishi mumkin, 1 yil bo'lishi mumkin. O'rtacha men 1 yillik deb olgan bo'lardim yoki undan ham ko'proq, maksimum 3 yillik. Taktik reja esa o'sha 1 yillik qo'ygan maqsadimizga qanaqa tartibda, qanaqa resurslar bilan va kimlar bilan borishimiz, o'sha natijalarga erishishimiz haqida gapirar ekan. Demak, rejalashtirish foydalari birinchi navbatda bizda o'sha maqsadlar aniq bo'ladi, hamma qayerga qarab ketayotganini biladi, vazifalar aniqlashishni boshlaydi. Kutilmagan sovg'alar, men har doim aytaman, menejmentda syurprizlar yaxshi narsa emas. Kutilmagan narsalar o'zi siz yaratmasangiz ham o'zi kelib chiqishni boshlaydi. Shuning uchun elementar narsalarga hech bo'lmasa e'tibor berish kerak. Misol uchun vazifalarni oldindan aniqlab qo'yish. Resurslar aniqlanadi, ya'ni bizda deadline bo'yicha resurslarimiz, moliyaviy resurslarimiz, texnik resurslarimiz va o'sha asosiy odam resurslarimiz qanaqa tartibda ekanligi. Xavflarni kamaytirish, umuman menejmentda risklarni boshqarish degan katta yo'nalish bor. Unda biz loyihamiz davomida vujudga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni oldindan aniqlaymiz. Lekin nyuans sizga xavflar yaxshi ham, yomon ham bo'lishi mumkin. Albatta ko'proq negativ tarzda bo'ladi, loyihamizga zarar yetkazib qo'yishi mumkin bo'lgan, lekin ba'zida sizga foyda keltiradigan xavflar chiqib turadi. Va deadlinelar albatta muddatlarsiz hech qanaqasiga biz operatsion tizimda ham, loyiha boshqaruv tizimida ham muvaffaqiyatga erisha olmaymiz. Va oxirgisi bizda demak, butun boshli bizda hamma harakatimiz nimaga qaratilgan? O'sha sof foydani oshirishga, ortiqcha harakatlarni bartaraf qilish orqali. Xo'p, endi rejalashtirish protsessida biz qiladigan eng muhim birinchi ish bor, bu activity list deyiladi. O'sha to-do list ismi, activity list ismi sizda o'sha bajaradigan loyihangizda, biznesingizda doimiy ravishda keladigan ishlarni yozma tartibda bo'lishi. Biz zapusk sohasida ishlaymiz, Supermac kompaniyasida. Bizda misol uchun ko'rib turganingizdek shablonda 100 dan oshiqroq zadachalar avvaldan yozib qo'yilgan. Doimiy takrorlanadigan jarayonlar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun doimiy ravishda mijozingizga jalb qilishingiz kerak, doimiy ravishda sotuv bo'limingiz bilan ishlash kerak, doimiy ravishda media PR bo'limingiz ishlash kerak. Mana shu protsesslardagi ishlarni albatta yozma tarzda kiritib qo'ying. Bu oddiy Google Sheets'da bo'lishi mumkin yoki bironta platformada. Bizda oddiy Google Sheets'da bor, zadachalar yozilgan, bo'limlarga ajratilgan, o'sha rejalashtirish, planning, predzapis qismi, kastev, veb-sayt, progress kanal, targetlar bilan ishlaganda qanaqa zadachalarimiz bo'ladi, Telegram, SMS rasilka, webinar, sotuv bo'limi va closure part, ya'ni bizning loyihamizni yopilish qismi. Mana shunaqa tartibda o'zingizda nima qilish kerak? Biznesingizdagi asosiy vazifalarni qog'ozga tushirib qo'yish kerak. Istalgan kuchli xotiradan bitta o'sha siniq qalam bilan qog'oz yaxshi. Har safar ma'lum bir takrorlanadigan jarayonni qiladigan bo'lsangiz, bo'ldi, buni esida, bu qila oladi deb xodimlaringizga katta ishonch bildirib, vazifalarni bajarish ketma-ketlar xato qilib qo'yishingiz mumkin. U xodim ketib o'rniga yangi odam keladigan bo'lsa, o'sha hamma narsani qaytadan noldan boshlashingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'sha birinchi rejalashtirishda qiladigan ishimiz, biz asosiy vazifalar qayerdan olar ekanmiz? Miyamizdan, osmondan, havodan emas, balki avvaldan yozib qo'yilgan jadvaldan olar ekanmiz. Keyingisi o'sha bu xavflar bilan ishlash shabloni. Bizda taxminan o'sha zapuskimiz davomida 50 ta 60 ta xavflar bo'ladi. Tepada ko'rsatilgan. Deylik, zapusk rejasiga tez-tez o'zgartirib kiritishimiz, VSL slaydlarni rejadan kechikishi, Telegram kanaliga dars o'z vaqtida tushmasligi, bular xavf. Bularga har doim tayyor bo'lishimiz kerak. To'g'ri, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, ehtimolligi juda ham past bo'lishi mumkin bularni sodir bo'lishini, lekin biz bularga oldindan tayyor bo'lamiz va jarayonni doimiy ravishda o'zgartirib kiritib boramiz. Bu siz demak qilishingiz kerak bo'lgan rejalash qismidagi ikkinchi shabloningiz ekan. Birinchisi o'sha vazifalar ketma-ketini yozar ekanmiz, ikkinchisi esa albatta xavflarni oldindan tayyorlab qo'yib jarayon davomida o'zgartirib ketar ekanmiz. Xo'p, uchinchisi demak qarorlarni taqdim etish. Endi bizda shunaqa holat bo'ladi. Qarorlarni taqdim etish degani qanaqa deydigan bo'lsangiz, siz birinchi holat butun hamma bo'limlardan informatsiyani olib, analiz qilib, o'sha bo'yicha qanaqadir qaror qabul qilasiz. Aytishi mumkin, bizda hozir sotuv tushib ketdi. Siz ma'lumotlar olasiz. Marketing bo'limi sizga leadlar sonini beradi, lead narxini beradi. Sotuv bo'limidan o'sha sotuv narxini ko'rishingiz mumkin, lead konversiyasini ko'rishingiz mumkin, jami lead sonini ko'rishingiz mumkin, sotuvchilarning individual konversiyasini ko'rasiz, media bo'limidan jami prosmotrlar, ko'rishlar sonini ko'rasiz va hamma ma'lumotlarni bitta joyga yig'ib, puzzledagidek qanaqadir qarorlarni qabul qilasiz. O'sha qarorlarni qanaqa tartibda yetkazishingiz kerak. Bo'lishi mumkin bu majlislar birinchi navbatda, jarayonlar tarzida yetkazishimiz mumkin va SOP tarzda qog'ozlarga yozib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, birinchi ko'radigan narsamiz bu yerda albatta majlislar bo'ladi. Bizda mentalitetimizda, umuman menimcha butun dunyoda majlislar yomon ko'rishsa kerak. Sababi nima deydigan bo'lsangiz, eng katta sababi majlislar har doim vaqt belgilanmagan holatda o'tadi. Vaqt belgilangan tartibda bo'ladigan bo'lsa ham o'zini vaqtida tugamaydi. Hozir kelinglar, sizlar bilan bitta majlis qilishimiz kerak. Qayerda qilamiz, qanaqa mavzuda qilamiz, qancha vaqt bo'ladi aytilmaydi yoki vaqt aytiladigan bo'lsa ham odatda
ko'pincha bu qoidani buzishadi. Yarim soatda tugaydi, hech qachon yarim soat tugamaydi, 2 soat tugaydi. Men birinchi bizda o'sha majlislar nima uchun hate bo'ladi, nima uchun yomon ko'rishadi. Ikkinchisi 2 soat, 3 soat majlis bo'ladi, oxirida umuman qaror qabul qilinmaydi. Bu eng katta xato. Majlis bo'ldimi, albatta bu majlis o'z mavzusiga oid bo'lishi kerak, kontekstga oid va albatta u majlisda qaror qabul qilinishi shart. Xo'p, nima uchun kerak bo'lar ekan majlislarimiz? Birinchisi sinxronizatsiya. Endi biz nima uchun kerakligi haqida gaplashyapmiz. Sinxronizatsiya degani bu sizni kompaniyangiz bir nechta bo'limlar ishlaydigan bo'lsa, o'sha bo'limlardagi ma'lumotlarni bir-biri bilan bog'lashimiz, jamoani birga ishlatishimiz. Nimaga har doim marketing bo'limidan sotuv bo'limida muammo bo'ladi? Chunki ular birga ishlamaydi. Marketing lead olib kelib berdim, sotmayapsan deydi, sotuv bo'limi chiqadigan sizlar sifatsiz lead olib kelib bergansizlar deydi. Mana shunaqa qilib konflikt bo'lish boshlaydi. Lekin mitinglardagi asosiy maqsad nima? Mana shu konfliktlarni oldini olish. Mana shu jarayonni sinxronizatsiya qilish, ma'lumot almashish, bir-biriga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha bir-biri bilan kommunikatsiya qilishga yordam berishingiz. Bu eng asosiy narsalardan bittasi hisoblanadi majlisda. Keyingisi prioritetlar. Prioritet degani o'sha ustuvorliklar. Hayotimizda har kuni yangi zadachalar bo'ladi. Bu ham ish bo'lishi mumkin, shaxsiy hayot bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Mana shu protsessda biz ajratib olishimiz kerak. Qaysi topshiriq bugun muhim? Bugun yoki hozir muhim. O'sha tartibda majlislarda aynan o'sha butun jamoani prioritetlarini aniqlar ekanmiz va intizom, korporativ madaniyat, tartib qoidalar, ertalab kelishi, kechqurun ketishi, formadaligi va shunga o'xshash intizomiy narsalar, bir-biri bilan xodimlar to'g'ri kommunikatsiya qilishi, bularni hammasini ham majlisda ko'rib, bilib yoki nazorat qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Va majlisda qanaqa o'tkazish kerak? Ko'p qoidalar kerak emas. Majlislar o'tkazish bo'yicha asosiy biz o'zimizda ham o'sha 5-6 xil majlis o'tkazamiz. O'sha kick-off meeting loyiha boshlanishida, daily stand-up kunli majlislar bizda, haftalik majlislar, hisobot tarzi, yillik loyiha oxiridagi majlislar bo'ladi. Retrospektiva mitinglar bo'ladi. Biz asosan nimaga e'tibor beramiz? Qisqa valonda. Hamma majlisda o'zini asosiy funksiyasi, asosiy qilinadigan ishlari bor. Hamma majlislar men uchun qisqa valonda bo'lishi kerak. Menga uzun hikoyalar, to'liq voqealiklar kerak bo'lmaydi ba'zi bir majlislarda. Ba'zilarida esa kerak. Kunlik planyorka majlislarimiz bor, 10 daqiqadan oshmaydi. Bu yerda hamma o'sha kun davomida qiladigan ishini tezda qisqagina aytish kerak bo'ladi. Undan keyin har bitta majlis faktlarga asoslangan bo'lishi shart. Men har doim aytaman, taxmin, subyektiv fikr kerak emas majlisda. Hamma raqamlarni olib kelib qo'yadi stol ustiga. Hamma ham o'zida bo'layotgan ishlar bo'yicha po faktu ma'lumotlar yig'ib keladi. O'shandan keyin nimadir qaror qabul qilamiz. Sotuv bo'limingiz rahbari kelib, "Men mana bunaqa deb o'ylayapman. Menimcha shunaqa. Raqamlar bormi desangiz, yo'q" deydigan bo'lsa, ishoning, qaror qabul qilishga juda ham qiynalasiz yoki qilingan qarorlar ko'pincha xato bo'lishi mumkin. Keyingisi albatta bu muammolar va yechimlar. Har bitta mitingda bo'lish kerak bo'lgan narsa faqat mavzu jihatdan to'g'ri keladigan. Kompaniyadagi hamma muammoni bitta mitingda hal qila olmaysiz, bu narsaning iloji yo'q. O'shaning uchun nima qilishimiz kerak? Har bitta mitingda o'zining mavzusi va o'zining kontekstidan kelib chiqib, muammo va yechimlarni berishimiz kerak bo'lar ekan. Ikkinchisi bu bizda o'sha jarayonlar qismi. Jarayon nima degani? Jarayon bu o'sha sizning biznesingizda doimiy ravishda takrorlanadigan ishlar, harakatlar. Doimiy nima takrorlanadi? Doimiy mijozlarni yig'ish protsessi takrorlanadi. Bu qanaqa tartibda bo'ladi? Target reklama orqali bo'lishi mumkin, organik orqali bo'lishi mumkin, content orqali bo'lishi mumkin, stories orqali bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Mana shu protsesslar o'zini jarayonlar deb atarkanmiz va bizdagi xatolardan bittasi, odatda bizda jarayonlarda bitta ega bo'lmasligi. Любой jarayonni oladigan bo'lsangiz, unda bitta mas'ul odam bo'ladi va bitta bajaruvchi odam bo'ladi. Ko'pchilik bizneslarda ko'radigan narsangiz nima? Asoschi, founder va o'sha CEO, kompaniya rahbari bitta odam bo'ladi. Nima qilish kerak? Uni ishi bor. O'sha rahbar sifatida kompaniyaning umumiy strategiyasini tuzish kerak. O'sha xodimlarni xohish-istaklarini o'rganish kerak. Bir necha yillikda qilinadigan ishlar bo'yicha xodimlar bilan gaplashish kerak. Mana shu protsesslarda mas'ul odam ham o'zi, bajaruvchi ham o'zi bo'ladi. Keyin kim kimdan nimani so'rab oladi? Bu muammo. Misol uchun oddiyroq tartibda ko'rib chiqadigan bo'lsak, sotuv bo'limi. Sotuv bo'limida deylik kichikroq org strukturada bo'lsa, sotuvchi bor, tepasida ro'pi bo'ladi. Sotuv bo'limi rahbari bo'ladi. Bu yerda nima ketadi desangiz, siz vazifa berasiz, sotuv bo'limi sotuv konversiyasini ko'tarish kerak. Bajaruvchi odam sotuvchi bo'ladi, lekin mana shu natijaga mas'ul odam bizni sotuv bo'limiz rahbari bo'ladi. Mana siz bo'ldingiz o'sha. Mas'ul odam boshqa, bajaruvchi boshqa. Xuddi shu tartibda sizni top menejerlaringiz yoki o'zingiz kompaniyada mas'ullikni boshqa odam, bajaruvchi odam boshqa bo'ladigan bo'lsa, shunda jarayonlarimiz to'g'ri egada desak bo'lar ekan. Lekin ham mas'ul, natijaga mas'ul, ham bajaruvchi odam bitta bo'ladigan bo'lsa, yerda muammolar kelib chiqishda boshlaydi. Demak, jarayonlar egasi aniqlanmaydigan bo'lsa nima bo'lar ekan? Demak, mas'ul odam yo'q bo'ladigan bo'lsa, boshqa
boshqarilmaydi, faqat bajariladi, natijasiga e'tibor berilmaydi, javobgarlik noaniq bo'ladi, muammolar yechimsiz qoladi. Muammo kelib chiqaveradi jarayonda ichida, xodim bajaryaptimi, bajaryapti, bo'ldi. Erta muammo chiqadimi, uni ishi emas, tam sotuvchi sotyapti, bo'ldi. Erta tam klient norozimi yoki noto'g'ri kutuv bilan sotuv qilyaptimi, to'lov qaytarishni kechiktiryaptimi, guruhlarga linkni kech berganmi, u narsa qiziq bo'lmasligi mumkin unga. Ega bitta bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? To'liq shaxsiy javobgarlik bo'ladi, tezkor qaror qabul qilish, aniq nazorat va rivojlanish bo'lar ekan. Mana shu tartibda biz jarayonlarimizni ikkita qismga, mas'ul va bajaruvchi qismga bo'lib, quyidagi qoidalarga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, SOP nima degani? Standard Operational o'sha procedures, ya'ni standart operatsion yo'riqnoma deyiladi. Bu asosan ishni qanaqa qilib qadamma-qadam bajarish bo'yicha yozma tartibdagi yo'riqnoma. Bu narsani qilish kerak, juda ham murakkab deb o'ylashadi. Men oson narsa aytaman. Istalgan jarayonni olish kerak. Bu AMOSRMda ishlash tartibi bo'lishi mumkin, bu yangi xodim ishga olish bo'lishi mumkin, bu onboarding qismi bo'lishi mumkin. Olingdagi bitta A4 listga o'sha narsani sig'adigan qilib joylashtirib yozib chiqing. Unchalik qiyin narsa emas. Bu bo'yicha bizda o'sha va'da berganimda dars oxirida bonus beriladi. Bonus video darsligim bor. Yanada bu narsani chuqurroq o'rganishingiz kerak. SOP nima uchun kerak bo'ladi bizga? Biznesdagi eng yomon raqam bu 1. Ya'ni istalgan sizdagi vakansiyada agar bitta odam bo'ladigan bo'lsa, juda ham bu riskli holat. Istalgan vaqtda u odam o'zining shartini qo'yishi yoki istalgan vaqt ketishi mumkin. Mana shu holatda sizda agar SOP bo'ladigan bo'lsa, SOP orqali keyingi keladigan odamni bu lavozimga tez adaptatsiya qilishingiz, moslashtirishingiz va kompaniyangizdagi ishlarni ancha yengillashtirishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu bizda o'sha Superme SOPsni elektron variantini ba'zi qismlari, ba'zi bo'limlarnikini mana shu tartibda bo'ladi. Linkli, istalgan o'sha berilgan odam bemalol kirib ichidagi ma'lumotlarni o'qishi, ko'rishi mumkin bo'lar ekan. Bitta sotuv bo'liminiki bor, o'sha istalgan bo'limga kirganda o'sha Superme kompaniyasini o'sha qadriyatlari bo'lishi mumkin, mana shu narsalar kiritib o'tilgan. Biz bu narsani qog'ozli variantda ham chiqarib qo'yganmiz. Mana bu tartibda katta kitob tarzida bor. Mana shu yerda hamma bo'limlar SOPsi bor, lekin jarayonda qo'llashda, ishlatishda bizga elektron variant ancha osonroq. SOPni elektron variantda qo'llaydigan bo'lsak, doimiy ravishda qo'llaymiz. Bu sizni kompaniyangiz o'zingizda holatingizga bog'liq. 4-inchisi demak vazifalarni qo'yish qismi. Bu yerda nimalar qilishimiz kerak? Birinchi navbatda vazifa qo'yishda vazifaga mas'ul odam qanaqa bo'lishi kerak va vazifa qanaqa o'zi. Bizda o'sha ABC degan 3 xil xodim turlari bor. Buni siz qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin 08, 1, 1-2 xodimlar deb. Xo'p, demak A xodimlar qanaqa bo'ladi? Ular natija uchun harakat qiladigan va mas'uliyatli odamlar bo'ladi. O'zi, men har doim aytaman, nimani o'rgatish mumkin emas xodimga desangiz, mas'uliyatni o'rgatib bo'lmaydi. Mas'uliyatni hech kimga o'rgatib bo'lmaydi. U sizgacha kelguncha o'sha shakllangan bo'lishi kerak. Boshqachasiga siz narsani shakllantira olmaysiz. Xohlasangiz 10 yil shug'ullaning odam bilan, xohlasangiz 50 yil shug'ullaning. Balki sizda istisno holat bo'lgandir, lekin men gaplashgan odamlar, men ko'rgan situatsiyalar o'zimiz biznesda unaqa xodim bo'lmagan. Hozirgacha 200 dan ziyod menimcha odam kelib ketdi biz kompaniyaga. 50 ta odam stabil ishlaydi, lekin biron marta mas'uliyatsiz odamni mas'uliyatli bo'lib qolgan ko'rmaganmiz. Xo'p, demak, A xodimlar nima ekan? O'sha eng mas'uliyatli xodimlarimiz natija beradi, qo'shimcha mas'uliyat olishga tayyor bo'ladi. Bular odatda top menejerlar bo'ladi yoki top menejer bo'lish mumkin bo'lgan xodimlar bo'ladi. Ularni himoya qilish kerak, o'stirish kerak va xalaqit bermaslik kerak ularga. Bor olib uni kabinkasini taqillatib har kuni hisobot, har kuni men bu ishda nima qilding, nimaga bu xato, bu nimaga mikromenejment qilib ularni orqasidan yurish kerak emas. Eng xato narsa mana shu. Mustaqil ishlaydigan, o'zini ishini bilib qiladigan odamga zadachani berish kerak, topshiriqni. Sizlarning vazifalaring lead narxini mana bunchaga tushirish yoki mana shuncha 10 sentdan bizga 10 ming ta lead topib berish. Bo'ldi, aralashmang. O'zi varonkasini quradi, o'zi kreativ yozadi, o'zi analiz o'tkazadi, o'zi o'sha narsani qilib keladi. Lekin hamma narsaga aralashaveradigan bo'lsangiz, bu yerda nima qilyapsan? Bu nima? Bu varonka nima? Bunaqa yordam berishingiz mumkin, feedback berishingiz mumkin, lekin mikromanejment qilmang. Iloji boricha kamroq ularni so'roqqa tutishingiz kerak bo'ladi. Bu turdagi xodimlar esa barqaror ijrochi deb aytamiz, ya'ni stabilniy o'sha ishini bajaradigan, standart bo'yicha ishlaydigan odamlar. SOPlar nima uchun qilinadi? Aynan mana shu tartibdagi xodimlar uchun. Yozib berilgan narsani liniyasidan chiqmasdan bajarib keladilar. Ortig'ini ham qilmaydi, kamini ham qilmaydi. Bu xodimlar ham albatta yaxshi xodimlar, ular ustida ishlanadigan bo'lsa, ular o'sha tepadagi A xodimga chiqishi mumkin. Va bizda muammoli zonalar bor. Bu yerda demak muntazam natija bermaydi yoki jamoada muammo yaratishni boshlaydi. Siz o'ylashingiz mumkin, nimaga bu yerda yaxshilash degan variant qo'shgansizlar? Unaqa xodim bo'lgan ekan, обязательно almashtiramizda deb. Mana shunaqa holat bo'ladi. Siz operatsion direktorsiz, tepangizda kompaniya anaqa asoschisi bor, asoschining ukasi bor. Sizni qo'lingizga xodim bo'lib keldi. Qanaqa qilib almashtirasiz?
Mana shunaqa holatlar bo'ladi, normal holat bu biznesda. Ham biznesda bo'lib turadigan holat, o'shaning uchun bu holatda ham harakat qilasiz o'sha xodimni rivojlantirib, o'stirishga. Agar umuman hech qanaqa holat bo'lmaydigan bo'lsa, uni almashtirishda ham o'sha o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Xodimni topdik, vazifani topdik, to'g'ri xodimga vazifani berdik. Endi uni qayerga fiksatsiya qilamiz? Biz task managerlardan foydalanamiz. Misol uchun Asana degan task managerimiz bor. O'tgan deylik oxirgi Superme zapuskimizda 600 ga yaqin zadacha bajarilgan mana shu yerda. Bu yerda top menejerlar qo'shilgan, o'sha asosiy kulchaviy xodimlar qo'shilgan. Bu yerda vazifani oldindan yozib, rejalashtirib, qachon bajariladi, kim mas'ul bu narsaga, vazifani to'liq ko'rinishi, vazifaga qo'shimchalar bo'lsa o'sha kiritib, tekshirib boriladi. Men ham sizga tavsiya qilaman, task managerlardan foydalanishda, tam Trello bo'lishi mumkin, oddiy Google Sheets'da ishlashingiz mumkin. Asana, Jira farqi yo'q. Bunaqa konstruktorlar juda ham ko'p. Faqat o'sha jamoangizga tushadiganini topish kerak. Men katta ehtimol bilan aytaman, jamoaga tushadigan topish kerak deganda bu oldin komandangiz task manager bilan ishlamagan bo'lsa, boshida nekomfortli bo'lishi normal holat. Bir oygacha kirmaydi, zadacha yozmaydi, tekshirmaydi, noqulay deydi, oldin bunaqa ishlamaganmiz-ku deydi. Mana shunaqa norozilik kelib chiqishi normal. Agar mana shu narsani doimiy ravishda mitinglar qilib to'g'ri tushuntiradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan bu narsani qo'llashga ham qiyinchilik bo'lmaydi. Beshinchisi bizda nima ekan? Nazorat qismi. Vazifalarni berdi endi odamlarga endi qanaqa qilib nazorat qilamiz? Xo'p, nazorat qilishdan oldin o'sha delegatsiya mavzusi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Delegировать, ya'ni juda ham ko'p vazifalaringizni faqat o'zingiz emas, boshqalarga ham bo'lib berishingiz. Delegatsiya qilishimiz sodda tilda tushuntiradigan bo'lsa, rahbar sifatida o'ylashingiz mumkin, agar men bajarsam men to'liq 100% bajara olaman. Ular 70 qilishi mumkin, 60 qilishi mumkin. Men lekin 100% bajaraman. Men 5 lik bajaraman. Men bularga vazifa berib, orqasidan yurguncha, xatosini to'g'rilaguncha o'zim bajarib qo'yaman deb. Lekin nima? Mana shu yerda xato qilasiz. Siz hamma odamning vazifasini o'zingizga olib bajara olmaysiz. Kompaniyada sizdan boshqa bo'limlar bor va katta ehtimol bilan agar siz to'g'ri odamlarni olgan bo'lsangiz, har bitta bo'limdagi odam katta ehtimol bilan sizdan kuchliroq bo'ladi. Men misol uchun men Superme kompaniyasi operatsion direktorman, lekin marketologimdan kuchli marketolog emasman. Sotuv bo'limi rahbarimdan kuchli sotuvchi bo'ladigan odam emasman. Media bo'limidan kuchli mediani bilmayman. Produkt bo'limidan kuchli mediani tushunmayman. Buxgalteriyamdan kuchliman, buxgalteriyani bilmayman. Bu normal holat rahbar sifatida. O'shaning uchun ham siz ularni eshitishingiz kerak. O'shaning uchun ham bularga vazifa berishingiz kerak bo'ladi va ularni ishini o'zlariga qo'yib berishingiz kerak. Agar hamma narsani o'zim qilaman deydigan bo'lsangiz, hali ham siz o'sha mutaxassis pozitsiyasida qolgan rahbar bo'lasiz. Rahbar hammasiga o'zi yursa nima bo'ladi? Operatsiyonga cho'kib ketadi, rutinaviy ishlardan boshingiz chiqmaydi. Ofisingizda qog'oz tugasa ham siz borasiz, kommunalda svet o'chib qolsa ham siz to'g'rilab berasiz, lampochka kuysa ham o'zingiz almashtirib berasiz. Bergis kelmaydi boshqalarga. Jamoa rivojlanmaydi. Nima qiladi komanda? Qo'yaver, o'zi hamma ishni qiladi-ku deydi. Men ish berdi, vazifa berdi, hozir olib borsam, o'zi to'g'rilab oladi. O'zi yana mamlaqa xato ekan deydi-dagin, gapirib yana o'zi qaytadan qiladi o'sha ishni. Men nima qilaman oxirigacha qilib deydi. Motivatsiya tushib ketadi. O'sha challenge bo'lmaydi. Qiyinroq zadachalarni bera olmaysiz xodimlarga. O'ziga nisbatan qiyinroq zadachani olgandan keyin xodim o'sishga harakat qiladi, o'rganishga harakat qiladi. Unaqa vazifa bo'lmagandan keyin to'xtaydi, muzlaydi. Rahbar kuyib ketadi, burnout bo'lasiz. Hamma narsa menga bog'liq ekan deysiz, hamma ishni o'zingiz qilishga harakat qilasiz. Tezda nima bo'lasiz? Boyaga butun boshli 80% energiyangizni 20% ishlar bajarishga ajratib yuraverasiz. Delegatsiyasida nima degani va qanaqa qonun qoidalar bor? Birinchisi, vazifa yoki mas'uliyat zonasini topshirish. Faqatgina bitta topshiriqni emas, butun boshli bo'limni berish. Misol uchun, sotuv bo'limi rahbaringizga zadacha beryapsiz, 10 ta sotuvchingni individual sotuv konversiyasi haqida ma'lumot yig'ib kelyapsiz. O'sha ma'lumot yig'ib kelishi mumkin. Keyin o'tirib, o'zingiz analiz qilib o'tiribsiz. Undan ko'ra o'sha hisobotni berguncha sotuv bo'limi rahbaringizga sotuv bo'limidagi umumiy konversiya qancha, uni qanchaga ko'tarishimiz mumkin va ko'tarish uchun nima yechimlar taklif qilasan? Shunaqa tartibda faqatgina bittagina zadachani emas, butun boshli bo'limni yoki butun boshli o'sha yo'nalishda topshiradigan bo'lsa, to'g'riroq bo'lar ekan. Delegatsiya qilishda ham mayda hamma zadachani, bitta katta zadachani 10 ga bo'lib berish shart degan narsa yo'q. Ikkinchisi bu kerakli vakolat va resurslarni berib topshirish. Bizda har doim vazifa berilganda unga mas'uliyat beriladi, lekin vakolat va resurs berilmaydi. Marketing bo'limiga 10 mingtalik top kelish vazifasi berildi. Byudjet haqida so'rasa, 3 ta nuqta u yog'ini bilmaysiz yoki hisoblamagansiz yoki umuman nereal sifralar aytyapsiz. 1 sentdan olib kelasan, misol uchun. Qaysidir biznesga tushishi mumkin, lekin qaysidir misol uchun infobiznesda unaqa bo'lmaydi katta ehtimol bilan. Tushmaydi, resurs berilmagan. Ikkinchidan, marketologingiz, dizaynerda chopfardi, boshqa odam oldi o'rniga kelib urishyapsiz. Nimaga? Sen meni 10 yillik o'rtog'im bo'lgan dizaynerni chopfarding. Siz qarang, mas'uliyatni berdingiz, vakolat bermadingiz. U qaror qabul qila olmaydi o'zini bo'limida. Sizga aytayapti, u deadline'ga amal
qilmadi, men bilan ishlay olmadi. O'rniga boshqa deadline'ga amal qiladigan adekvatniy odam topdim. Yo'q, sen mendan ruxsat so'rashing kerak edi, mendan so'rab keyin bo'shatishing kerak. Mana shu joyda delegatsiyada xato bo'ladi. Mas'uliyat berdingizmi, natija talab qilyapsizmi, vakolatni ham berib qo'ying, resursni ham berib qo'ying. O'shanda to'g'ri delegat qilingan bo'ladi. Keyingisi rahbarda umumiy mas'uliyat saqlanib qoladi. Baribir hamma zadachalarda delegat qilib bergan taqdiringizda ham javobgarlik sizni o'zingizda qoladi baribir. Top menejerlaringizga ishlarni bo'lib berdingiz, lekin o'zingizdan tepadagi o'sha asoschini oldi yoki SEOni oldi, o'zingizga yarasha har bir vazifa bo'yicha javobgarligingiz bo'lar ekan. Xuddi shunaqa tartibda delegatsiyani tushunib oldik. Endi nazorat qanaqa tartibda bo'ladi? Topshiriqlarni bergandan keyin ularni qanaqa qilib nazorat qilamiz? Xo'p, nazorat protsessi odatda reja va fakt solishtirish bo'yicha bo'ladi. Men biznesingizda har bitta bo'limingizda oldindan reja yoki fakt qilinmagan bo'lsa, bugun mana shu narsani qilishni boshlanglar. Chunki maqsad qo'ydingizmi, yiliga $1 million oborot qilish yoki $2 million tushum tushirish qildingizmi? Mana shu maqsadga qanaqa tartibda borasiz? Har kvartalda qanaqa qo'yilgan, har oyda qanaqa qo'yilgan, har hafta qanaqa, har kuni kerak bo'lsa qanaqa qo'yilgan. O'sha narsa bo'lmaydigan bo'lsa, siz qayoqqa qarab ketyapsiz, to'g'ri ketyapsizmi, yo'qmi, rejaga ko'p qoldimi, oz qoldimi, hech narsani farqiga bormay qolishingiz mumkin. Og'ishlarda va xavflar vaqtida ko'rsatib beradi. Ya'ni reja faktingiz bo'lgandan keyin nazorat qilish protsessida nimani ko'ra olar ekansiz? Qayerda rejadan ancha orqada qolib ketganingizni, qayerda misol uchun risklar kattalashishda boshlaganda, qayerda xarajat ortish boshlaganini ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan. Jarayondagi qarorlarning samaradorligini ko'rar ekanmiz. Ya'ni proses davomida yangi sotuvchilarni ishga olish degan qaror bor. Misol uchun 10 ta sotuvchi ishga olamiz. Bu narsa samaradorlikni ta'sir qiladimi, yo'qmi? Mana shu prosesda reja va harakatlarni tuzatish uchun ma'lumotlarni yig'ishimiz eng asosiy narsa. Rahbar sifatida sizning qo'lingizdagi tuz karta bu informatsiya, ma'lumotlar, har bitta bo'limdagi asosiy ma'lumotlar, kulchova ma'lumotlar, ularni sinxron qilish va analiz qilib umumiy qaror qabul qilish qobiliyatingiz. Xodimga obyektiv aloqa berish, feedback tizimi, o'sha birga bir feedback bo'lishi mumkin. Telegramda feedback berishingiz mumkin. Farqi yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha ishlarni nazorat qilish orqali o'sha bajargan ishiga qarab siz feedback bera olasiz. Agar nazorat qilmaydigan bo'lsangiz, nimaga qarab feedback berasiz? Xo'p, bo'lim ishini barqarorligi va boshqaruvchanligini ta'minlashga yordam berar ekan. Nazorat ko'pincha aytilganda, nazorat qilish kerak xodimlar deyilganda, o'ylashan nimaga deydi? Men xodimimni nazorat qilishim kerak. Men unga ishonaman. U 100% ishini qiladi. Hozir mana shu sal avvalroq aytilgan o'sha delegatsiya qo'yotganda vakolat bering, uni qiling deyilganda, bu degani nazoratsiz qo'ying degani emas-da. Shu joyga adashib ketmanglar. Nima qilaman men xodimimni nazorat qilib, men unga 100% ishonaman-ku deyish mumkin. Lekin tasavvur qiling, uchuvchisiz uchishdan oldin samolyot tekshirishingiz kerak. Yo'q, mendan oldin ustalar tekshirib ketishgan, u normal уже tekshirish shartmi deydigan bo'lsangiz, siz mana bu bortingizda olib ketayotgan 200-250 ta odam hayotiga javobgar odamsizda. Javobgarlik bari o'zingizda qoladi. Shuning uchun baribir qayta tekshirish kerak bo'ladi. Nazoratda ham xuddi shunaqa narsa. Delegatsiya qilmaslik haqida gap ketmayapti yoki mikro menejment haqida ketmayapti. Nazorat qilinadi degani kovlab har kuni so'rab turish kerak degani emas. Endi уже mikro menejment ham yana уже katta mavzu. Nazorat qilayotganda biz xodimni shaxsini nazorat qilmaymiz, fikrini nazorat qilmaymiz, niyatini nazorat qilmaymiz. Xodimni biz nimasini nazorat qilamiz? O'sha bergan vazifamizni nazorat qilamiz. Uni shaxsini o'zgartirish, tug'ma o'zidagi narsalarga qanaqadir ta'sir o'tkazishga harakat qilish bu odatda yaxshilik bilan tugamaydi. Avvalambor o'sha ishga olishda kompaniyaga qadriyatiga mos kelgan odam olamiz, lekin o'zini ishini yaxshi qiladigan bo'lsa, kompaniyaga zarar tegmaydigan bo'lsa, uni qadriyatlarini 180 gradusga o'zgartirishga kiritish juda qiyin bo'ladi. Odam xarakterini o'zgartirish juda qiyin. Xo'p, nazorat obyektlari bizda nima bo'lar ekan? Natijalar bo'ladi. Bu raqamlar har bitta bo'limda o'sha SKP deyishimiz mumkin, ценник конечный продукты. Har bitta bo'limdagi o'sha kalit metrikalarimiz bizda, jarayonlar va texnologiyalar, har bitta proseslarda borishi, o'sha yerda ketadigan bizda texnologiyalarimiz, usullarimiz bo'lishi mumkin, byudjetlarimiz bo'lishi mumkin. Ana resurslarimiz o'sha vaqtlar bilan, deadline bilan odamlarni energiyasi, kuchi bilan ishlash resurslarimiz va albatta tartib qoidalarni nazorat qilishimiz kerak ekan. Keyingisi bu boshqaruv ta'siri. Ya'ni mana shu yergacha oldinma ketingda ko'rib chiqqan bo'lsak, shuncha qilgan ishimizni boshqaruvga qanaqa ta'siri bo'ladi? Xo'p, birinchi navbatda nimalarni ko'ramiz bu yerda? Xodimni o'sha rekruting qilib, kompaniyamizga suhbatga chaqirib, test olib, unga adaptatsiya sinov muddati berib, moslashtiradigan etapimiz. Undan keyin esa ularni o'qitishimiz va rivojlantirishimiz protsessi. Motivatsiya berishimiz, nomoddiy motivatsiya yoki o'sha KPI tizimi orqali va o'zaro kommunikatsiya haqida ko'rib chiqarkanmiz. Bu yerda bitta narsa tushunishimiz kerak. Motivatsiyani nomoddiysini ko'rib o'tamiz. Ya'ni qanaqa qilib xodimlar jazodan qochib yaxshi narsaga qarab intiladi. Mana shu protsessda ozgina gaplashib o'tamiz. Undan oldin birinchi navbatda tushunishimiz kerak, kompaniyaga xodim olayotganda nimalarga e'tibor berishimiz kerak.
Xo'p, birinchi navbatda xodim o'sha qadriyatlarimizga mos kelishi, o'sha biz tekshiradigan asosiy kompetensiyalar bor. Birinchisi bu demak o'zini sohasini tushunishi. Sohaviy kompetensiyalarni tekshirib olishimiz kerak. Undan keyin esa liderlik kompetensiyasini tekshirib olishimiz kerak. Qachondir o'zining bo'limida rahbar bo'ladigan bo'lsa, liderlik kompetensiyasi bormi unda yo'qmi? Uchinchisi esa o'sha bir korporativ kompetensiyalari, jamoa bilan ishlay olishi, deadline'ga amal qilishi, mas'uliyatli bo'lishi. Odatda biz o'sha sohaviy va korporativ kompetensiyalar bo'lishi shart deb hisoblaymiz har bitta xodimda. Liderlik kompetensiyasi majburiy talab qilinmaydi, lekin bo'ladigan bo'lsa, plus o'ziga foyda bo'ladi. Xo'p, endi rahbar sifatida hamma suhbatlar o'tkazganingizdan keyin, testlar olganingizdan keyin sinov muddati beriladi. Sinov muddatida ko'pchilik o'ylaydi, xodim bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, shuni aniqlaymiz deydi. Mana shu yerda adashishadi. Xodim ham xuddi shunaqa fikrda bo'ladi. Kompaniya o'zi menga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Xo'p, oyligi yaxshi ekan, lekin muhit qanaqa? Bu yerda odamlar qanaqa? Kommunikatsiya qanaqa bo'ladi? Qanaqa tartibda ishlashadi? Tartib bormi o'zi, yo'qmi? Mana shu narsalar haqida o'ylaydi va u ham sizni tanlaydi. Boshqaruv prosesida biz boshdan gaplashib kelgan sizni fikrlashingiz, strategik qarashingiz, vazifalarni qo'yishingiz, nazorat qilishingiz, task menejerlardan foydalanish yoki boshqa umumiy o'sha narsani ishlatishimiz mana shu sinov muddatidagi xodimga kompaniyani sotishga yordam berar ekan uni miyasiga. Xo'p, bu proseslarda bo'lishi mumkin. Bizda misol uchun sotuv bo'limida yangi xodim olinadigan bo'lsa, imtihonlardan, testlardan, suhbatlardan o'tgandan keyin onboarding qismiga qo'shamiz. Bu yerda o'sha 7 kunlik, 10 kunlik onboarding qismi bo'ladi. Sotuv bo'yicha asosiy narsalarni o'rganadi. Undan oldin o'sha kompaniya bo'yicha ko'rib turganingizdek missiya qadriyatlari bilan tanishadi. Bizda nimalar qilish mumkin, nimalar qilmaslik mumkin. Mana shunaqa onboarding guruh ochib qo'yishni tavsiya qilaman. Bu qiyin emas. O'sha o'quv reja tuziladi, asosiy o'rgatiladigan mavzular, kompaniya haqida asosiy qoidalar, missiyalar o'sha biz sal avvalroq gaplashib o'tgan SOP'larni aynan mana shu yerga qo'yib xodimni mustaqil o'rganishini tekshirib ko'rasiz. Buni oxirida har bitta bo'limdan keyin va yakuniy imtihondan o'tgan xodim o'sha bizda sinov muddatiga yoki ish faoliyatiga qabul qilinadi. Bu prosesda unga korporativ akademiyamizga, ichki akademiyamizga dostуп ochib beramiz. Bu yerda bizda hamma kursimiz, o'ziga tegishli bo'lgan soha yo'nalishlari bo'yicha o'rganish kerak bo'lgan bilimlarga dostуп ochib beramiz. Xodimni qachonki o'qitsangiz, rivojlantirsangiz, o'shandagina kompaniyangizga ko'proq daromad olib kelib, sizga ko'proq foyda olib kelish mumkin bo'lar ekan. Kasbiy kompetensiyalarda muammosi bor xodimni doimiy ravishda ushlab turadigan bo'lsangiz, o'zini levelni o'stirmaydigan bo'lsangiz, kompaniyangiz, bozor, hozirgi iqtisodiyot o'sib ketaveradi. Xodim o'zini bitta joyda qoladidan katta ehtimol bilan keyinchalik bu o'zini ish faoliyatiga negativ ta'sir qilishi mumkin ekan. Motivatsiya qismiga keladigan bo'lsak, demak, motivatsiya bu ish jarayonidagi impuls, energiya. Nomoddiy motivatsiya haqida gaplashyapmiz. Xo'p, endi odatda bizda motivatsiyani nima deb olishadi? Motivatsiya sifatida o'sha jazo va bonus tizimini qo'llash. Jazoni nima deb qabul qilishadi? O'sha jazo sifatida biz ko'pincha ya'ni qochadigan. Nimadan qochamiz? Biz jarimadan qochamiz, kimdir urishda tanbeh berishdan qochamiz, ishdan bo'shatish bilan qo'rqitishdan qochamiz va tanqiddan qochamiz ekan. Xo'p, bu narsa qanaqa ishlaydi? Xodimlarga qo'rqitish tarzida rahbarlik qiladigan bo'lsangiz, qaysidir joylarida sizga foydasi tegishi mumkin, lekin juda ko'p holatda xodim nima faqatgina o'sha yomon gapdan, yomon holatlardan qo'rqib ishlaydigan yoki faqat shundan qochadigan bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi xohishi, o'zini missiyasi, o'zini qilish kerak bo'lgan ishlar uchun emas, balki faqatgina o'sha negativ narsadan qochish uchun ishlanadi. Uni teskarisi bo'ladigan esa, misol uchun mukofotga bonus beramiz, lavozimingizni oshiramiz, maqtov uchun ishlash, bu ko'p joyda plusga ishlaydi, lekin kichkina bitta tor joyi bor. Bu o'sha xodim faqatgina hamma ishlarni maqtov evaziga qilishi, mukofot evaziga qilishi, bironta vazifa berilganda bu ishning orqasidan menga qo'shimcha foyda bormi, naf bormi deb o'ylab qolishga olib kelishi mumkin ekan. Unda to'g'ri motivatsiya qanaqa beriladi deydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda men tavsiya qilardim o'sha Maslow ehtiyojlar iyerarxiyasini, Maslow ehtiyojlar piramidasini o'rganib chiqishdi. Aynan o'sha yerda xodimga qanaqa qilib to'g'ri motivatsiya berish, uni o'sha bazaviy ehtiyojlarni yopish, eng bazaviy narsalar, aniq ish grafigi, oyligi, qiladigan ishlarni yozma tarzda berilishi, bu o'sha bazaviy yopilish. Undan keyin yana motivatsiya darajasi o'sib ketar ekan. Keyin ko'rib o'tadigan qismimiz bu kommunikatsiya. Rahbar sifatida sizda bo'lish shart bo'lgan soft skill deb hisoblashadi, lekin rahbarlar uchun men hard skill deb hisoblayman. Egalashish shart bo'lgan ko'nikma, ya'ni xodimlar bilan muomala qilishingiz, gaplashishingiz. Birinchi navbatda o'sha kommunikatsiyada nimaga e'tibor berishimiz kerak? Verbal signallar bor, ya'ni bizda ovozimizni toni, har bitta gapirayotgan so'zimizni aniqligi, u qanaqa eshitilishi, mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak bo'lar ekan. Bu so'zlarni to'g'ri tanlashingiz, noto'g'ri so'zlar ishlatmaslik, odamning shaxsiyatiga o'tmaslik,
kommunikatsiya protsessida mana shularga e'tibor berar ekanmiz. Keyingisi nonverbal signallar, bu harakatlarimiz, tanamizni qanaqa tutamiz, yuzimiz ishorasi qanaqa bo'ladi, siz maqtayotgan vaqtingizda yoki unga tanbeh berayotgan vaqtingizda ko'zingizni qanaqa qilasiz, olib qochasizmi yoki ko'z qarab turadimi, mana shu protsesslar hammasi nima nonverbal signallar ekan. Kommunikatsiyada bu ham juda ham muhim hisoblanadi. Keyingisi kontekst. Kontekst degani o'sha suhbatga mos bo'lgan so'zlarni, suhbatga mos bo'lgan harakatlarni to'g'ri topishimiz kerak bo'lar ekan. Bu suhbat misol uchun oldindan belgilangan bir uchrashuvmi yoki strategiya bilan gaplashiladigan strategik sessiyami yoki qaysidir ishda xodim chepi chiqargan muammo qilgani uchun urushadigan protsessingizmi, nima? O'sha kontekstga qarab sizda kerakli o'sha kommunikatsiya stilingizni tanlashingiz kerak bo'lar ekan. Va oxirgisi bu demak nima? Madaniy xususiyatlar. Komandangizda har xil millatdan, har xil xarakterli odamlar ishlashi mumkin va ularga nisbatan siz qo'pol qilib aytganda moslashgan tarzda ba'zida gaplashishingizga to'g'ri keladi. To'g'risi aytishingiz mumkin, rahbarga hamma moslash kerak. Yo'q, har doim unaqa emas. Ishoning, jamoangiz bo'lmaydigan bo'lsa, kompaniyangiz juda qiyin ahvolga tushib qoladi. Oila maslik tarafdoridaman komanda, xuddi futbolning komandadek, lekin men aniq ishonaman, kompaniyangizdagi juda katta qismdagi ish, natijalar bu jamoa a'zolaringiz va ularning kompetensiyasiga bog'liq hisoblanadi. To'g'ri, sizda zo'r tizim bo'lsin, zo'r SOP sistema bo'lsin, zo'r korporativ akademiya bo'lsin, lekin xodimlaringizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'zining kompetensiyasida bu muammoni to'g'rilash juda qiyin. Juda ham qiyin. O'shaning uchun bizda даже top menejerlarni ishga olish protsessi ham bir necha oyga cho'zilib ketadi. Даже kattaroq rahbar bo'lsa, biz 6 oy, 7 oylab qidirishimizga to'g'ri keladi. To'g'ri kandidat topmagunizcha qidirasiz bu yerda. Boshqa variant bo'lmaydi. Xuddi shunaqa tartibda biz kommunikatsiya qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Hozirgacha biz demak o'sha 6 ta eng muhim har bitta rahbar bilish kerak bo'lgan ko'nikmalar haqida gaplashib o'tdik. Men bu yerda nimani aytmoqchiman? Turli xil ma'lumotlarga, kurslarga qaraydigan bo'lsangiz, rahbar odam hamma narsani bilish kerak deb bo'lib qoladi. Siz sotuvda ishga kirib, sotuvda ham bilishingiz kerak, marketingga kirib, marketingni ham bilishingiz kerak, mediani bilishingiz kerak, produktni bilishingiz kerak. Yo, bilsangiz yaxshi, bilsangiz zo'r, lekin bilmaydigan bo'lsangiz, men shuncha narsani o'rganishim kerak ekan deb boshqa yo'nalishlarga vaqt sarflagandan ko'ra ko'proq o'zingiz sohangizni o'rganishni tavsiya qilardim. Ya'ni o'sha menejment taraflarini, xodimlar bilan kommunikatsiya qilish, xodimlar boshqarish, siz baribir o'rganganingiz bilan siz marketologdek kuchli bo'la olmaysiz. To'g'ri odam olgan bo'lsangiz, sotuv bo'limi rahbaringizdek kuchli sotuvchi bo'la olmaysiz yoki CRMda o'sha CRM texnikangizda kuchli bo'la olmaysiz. Siz asosiy kulchovoy raqamlarni o'qishni, ko'rishni, nazorat qilishni o'rgansangiz yetadi. Undan uyog'iga sizning ishingiz menejmentni ichiga sho'ng'ish. Ko'proq o'sha menejmentni o'rganish, o'rgangan narsangizni amaliyotda qo'llab borish. Fragmental menejment degan tushuncha bor. Ya'ni bu bizda hammamizda bo'ladigan holat, juda ham ko'p materiallar bor, menejment bo'yicha kurslar bor, videolar bor, o'sha hammasini kitoblar bor. Qisman-qisman o'qishimiz yoki sotib olib polkaga taxlab qo'yishimiz. Bular natijasida nima bo'ladi? Hamma ma'lumotlar tarqoq bo'ladi. U kitobda qaysidir ma'lumot ko'rgansiz, qaysidir postda motivatsiya haqida chala o'qigansiz degan urush kerak ekan, boshqa postda ko'rgansiz degan bonus berish kerak ekan deb chala informatsiyalar yig'iladidan bizda tizimsiz ma'lumot yuzaga keladi. Yoki bir kunda super menejer bo'lasiz degan oshirib yuborilgan va'dali kurslar bo'lishi mumkin. yoki videolar bo'lishi mumkin, YouTube prosmotr olish uchun qilingan videolar bo'lishi mumkin. Umuman olganda mana shunaqa tartibdagi misinformation bo'lishi mumkin. Yoki sehrli yechimlar, biznes tizimlashtirish, agile, scrum eshitilishi juda ham quloqqa yoqimli bo'ladi, lekin ish protsessiga kelganda amaliyotda juda ham qiyin. Nazariyada juda ham chiroyli, lekin amaliyotga kelganda tushmaydi. Prosta tak ishlamaydi juda ko'p narsa bizda. Mana shunday qilib biz odatda nima qilar ekanmiz? Menejment bo'yicha o'rganar ekanmiz. Hamma rahbarlarda asosiy oladigan bilimi qatdan bitta yo ikkita kurs o'qiladi. Bo'lmasa bu yog'i mana shunaqa chala fragmental degani o'sha qism bo'lak degani. Mana shunaqa tartibda ma'lumotlar olinar ekan. Lekin bitta narsani tushunishingiz kerak, rahbar bo'lishni xohlagan har bitta odam professional bo'la oladi. Kim meni hozir mana shunda ko'rib turgan bo'lsa, menga qachondir aytishgan, senda xarakteringda to'g'ri kelmaydi, empatiyang yo'q, sen hech qachon odamlar boshqara olmaysan deb aytishgan. Ko'rib turganingizni aytmoqchi bo'lganim, rahbarlikni o'zingizda shakllantirsangiz bo'ladi. Uni kasb sifatida. Mana shu yerda videoni boshdan oxirigacha ko'rdingizmi? Katta ehtimol bilan sizda yaxshi rahbar bo'lish uchun juda ham ko'p imkoniyatlar va fishkalar bor. Rahbarlik bu rol. Uni prosta qabul qilib, uni ustida ko'proq ishlashingiz kerak bo'ladi va o'rganishingiz kerak, o'rgangan narsangizni amaliyotga qo'llashingiz kerak bo'ladi. O'zingiz o'ylab ko'ring. Pedagog bo'lish uchun 4 yil o'qiysiz universitetda yoki istalgan kasb egasi bo'lish uchun 4 yil universitetda o'qiysiz. Universitetgacha ham bo'lgan o'qish tizimi bor-da. Lekin bizda miyamizda qanaqa noto'g'ri tushuncha bor? Rahbar bo'ldingmi? Bor, o'zing qilib ketaver, o'rganib ketasan jarayonda. O'zingizdan tepada tajribali rahbar bo'lsa, ustoz shogirdlik bilan o'rganish oson. Bo'lmasa-chi? Bo'lmasa nima bo'ladi?
Bo'lmasa jarayonda xato qilib, stress bo'lib, burnout bo'lib, boshqa ishga o'tsammi, nimadir qilsammi, undan ko'ra xodim bo'lib ishlaganim yaxshi edi deb yurgan anaqa noto'g'ri xayollar kelishni boshlaydi. O'shani hisobiga men sizga nimani tavsiya qilardim? Muammo bizda umuman bilimlar yetishmasligida emas, umuman ma'lumot yetishmasligi emas deylik. Bizda prosta o'sha ma'lumotlarni tizimli ravishda o'rganish va ularni hayotga qo'llash, jamoamizga qo'llashda muammolar borligida. Bitta narsani men ochiqchasiga aytaman, menejment bu shablon emas. Tizimli boshqaruv bu shablon emas. Hamma joyda ishlagan yoki kimdadir ishlagan narsa sizda ishlaydi degani emas. Siz rahbar sifatida o'zingiz har bitta usulda jamoangizda men boshda aytganimdek, Konfutsiydagi formulada aytganimdek, kichik qismda sinab ko'rib, natija bergandan keyin to'liq qo'llashni boshlaysiz. Bu yerda individuallashtirish kerak bo'ladi. Motivatsiyani individuallashtirish kerak bo'ladi. Nazorat tizimi, vazifalar qo'yishdi. Men aytmayman sizga, bo'ldi siz Asana ishlating, chunki biz Asana ishlatamiz. Yo'q, sizga Trello tushishi mumkin, sizga Jira tushishi mumkin, boshqa task manager, konstruktor tushishi mumkin. Xuddi mana shunaqa tartibda sizda hamma narsa ozgina boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin fundament baza o'zgarmasdan qoladi. Mana shu narsalarni boshqacharoq joylashtirish uchun ham sizda bilim bo'lishi kerak ekan. Demak, bunaqa holatda sizga kerak bo'ladi albatta tizimli boshqaruv uchun to'liq qadamlar, tayyor shablon va materiallar va xato qilmasligingiz yoki kamroq xato qilishingiz uchun ustoz va nazorat ekan. Xudo xolasa, menda o'sha tizimli boshqaruv mentorlik darslar boshlanadi. Bu birinchi patogi juda ham ko'p tayyorgarlik ko'rdik. Ancha vaqt davomida o'sha o'zimizda qilingan materiallar, o'zimizda tajribani mana shu mentorlikda jamlaganman. Davomiyligi 1,5 oy bo'ladi. Buningda faqatgina 20 ta o'quvchi olamiz. Faqatgina 20 ta o'quvchi bo'ladi. Ular bilan o'sha individualroq ishlash, ular natijasiga chiqarish, ya'ni faqatgina kursda maqsadimiz ma'lumot berish emas, balki aynan o'sha bizlar berayotgan informatsiya, bizlar berayotgan shablonlar, bizlar berayotgan materiallar orqali ularni biznesida yaxshi ijobiy natijaga erishtirish uchun mana shunaqa raqam tanlangan. Xo'p, dars tartibi 12 ta offlayn dars bo'ladi. Birga bir Zoom razborlar, 12 ta darsdan tashqari mana o'zim bilan kuratorlar nazorati, asosiy kurator o'zim bo'laman, baribir o'sha guruhdagi savollarga, vazifalar bo'yicha tushunmovchilikka ham o'zim javob beraman. Barcha tayyor qo'llanma va shablonlar. Mana shu proses davomida bizda loyiha boshqaruvi bo'yicha, operatsion tizim bo'yicha yig'ilgan shablonlar bor, SOP'lar bor, barchasiga dostуп beriladi. Bizda o'sha 12 ta darsimizni bo'lganmiz. 8 ta dars, mani darsim o'sha menejment bo'yicha, qolgan 4 ta darsim bizda mehmon spikerlar bo'ladi. Mehmon spikerlar ham bir martalik mavzu uchun emas, aynan sizga kerak bo'ladigan mavzular bo'yicha gapirishadi. Bu haqida hozir gapirib beraman. Barcha savollaringizga javoblar beraman. Umuman olganda dars tartibi va mavzulari qanaqa bo'ladi, shular haqida qisqagina tushuntirib beraman. Demak, birinchi darsimiz bizda umumiy jamoa boshqaruv haqida bo'ladi. O'zi birinchi qiladigan darsimiz sizda diagnostikangiz bo'ladi. Sizda hozir kompaniyangizda holatingiz qanaqa, nimalar qilgansiz, nimalar qilishingiz kerak, rahbar sifatida qanaqa tipdagi odamsiz o'zi, qo'lingizda qanaqa xodimlar ishlaydi, mana shu narsalarni o'rganamiz. O'sha bo'yicha sizning kompaniyangizda aniq mas'uliyatlar, reglamentlar ishlab chiqishni boshlaymiz. O'sha bu yerda o'sha org struktura tuziladi, samarali boshqaruv usullarini o'rgatamiz. Har bitta rol uchun o'sha ценный конечный продукт, SKP degan tushuncha bor. O'sha narsani siz bilan birgalikda dars o'zida jarayonda tuzib ketishimiz mumkin bo'lar ekan. KPI va smart maqsadlar orqali natijani o'lchash va smart maqsadlar qo'yishni o'rganamiz. Asosiy o'rganadigan narsamiz bu yerda o'sha birinchi darsda o'zidayoq sizning kompaniyangizda ba'zi bir etaplarda tizimlashtirish imkoniyatimiz bo'lar ekan. Ikkinchi darsimizda loyiha boshqaruvi. O'sha men boshqaruvdagi menejerlik faoliyatimdan keyin o'rgangan bilimim, operatsion tizimdan keyin bu loyiha boshqaruvi bo'lgan. Loyiha boshqaruvi menga eng katta foyda bergan joyi bu rejalashtirish, xavflarni ko'rish va oldindan prognoz qilish. Resurslarni to'g'ri kontrol qilish. Loyiha boshqaruvidagi bu narsani men boshqa operatsion menejmentdan topa olmaganman. Juda ham kuchli texnikalar o'rganilgan va bizda yillar davomida qo'llanib kelyapti. Shablonlar, o'sha vazifalar jadvali, vazifalar kontrol qilish masala hammasi loyiha boshqaruvining ichida ketadi. Bu yerda nimalar o'rganamiz? Loyihani noldan boshlab muvaffaqiyatli yakungacha olib borish bo'yicha boshqaruv tizimi. Bu loyihadagi instrumentlar operatsion tizimga ham bizni maqsad bo'larkan qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Operatsion faoliyat va loyihaning asosiy farqlari va qattiq o'xshashliklari kelishi mumkin va risklar oldini olish, kamaytirish mexanizmlarini ko'rib chiqamiz. Biznes effektlarini ko'ra olamiz va loyihadagi asosiy narsa bu loyiha rejasini shakllantirish. Bizda loyihaning 5 ta qadami bor. O'shalar hammasini ko'rib, o'sha qadamlarda nima ishlar va ba'zi kerak bo'lsa qanaqa shablonlardan foydalanishingiz kerak haqida ham gaplashib o'tamiz. 3-darsimiz bu to'liq HR darsi bo'ladi. Katta kompaniyalarga o'xshab hammamiz ham HR ishlatmaymiz yoki misol uchun bizning infobiznesda HR org strukturaga tushish qiyin. Har holda bu meni fikrim. Kimlardir HR bo'lsa, men xursandman, zo'r ishda davom etish kerak, lekin bizning kompaniyada misol uchun HR org strukturaga tushish juda ham qiyin bo'lgan. Mana shu holatda rahbar sifatida o'zingiz HRlik qilishingiz kerak. Sotuv bo'limi rahbaringiz o'zi HRlik qilish kerak. Marketingda rahbar o'zi HRlik qilish kerak. Chunki ularga kerak bo'ladigan xodimni kompetensiyasini ular baholay oladi.
Mana shu tarafdan bizda 3-darsimiz to'liq HR bo'ladi. Bu yerda o'sha xodimni suhbatga chaqirish, filtr qilish, qanaqa suhbat qilamiz u bilan, suhbatdan keyin nima etaplar bo'ladi, onboardingi, adaptatsiyasi, uni sinov muddatida ishlashi, akademiyalarga dostуп berishimiz, mana shu proseslar haqida gaplashamiz va kompaniyangizni HR brend qilish haqida. Ya'ni bitta paradoks bor, kuchli xodimlar yaxshi kompaniya topolmaydi, yaxshi kompaniyalar esa kuchli xodim topolmaydi. Aynan mana shu joyda siz o'zingizni HR brendingizni qilib, kompaniyangizni biz shu yerda bormiz, mana shunaqa mas'uliyatli xodimlar bo'lsa, darsda ko'rgan, o'shalarni biz ishga ola olamiz deb chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu jarayonni ko'rib chiqamiz. 4-darsimiz strategik menejment haqida bo'ladi. Ya'ni 1 yillik maqsadlarni rejalashtirishimiz, kompaniyadagi asosiy jarayonlarni tashkil qilish, biznes sxemani tuzish, bu CGM bo'lishi mumkin, birinchi biznes karta bo'lishi mumkin. Jarayonlarni o'rganib chiqamiz, nimalar qo'shish mumkin, nimalarni kuchaytirish mumkin, mana shu punktlar haqida gaplashar ekanmiz. 5-darsimiz esa bu operatsion menejment haqida bo'ladi. Bu yerda kompaniyada o'zi har bitta xodimingiz nimaga javob beradi, qanaqa vazifalarni bajaradi, kim nima ish qiladi, mas'uliyatlar qanaqa, jarayonlarni qanaqa optimizatsiya qilish mumkin, delegatsiya ishi, vazifani topshirish, nazorat qilish, baholash va xodimlarni rivojlantirish darajasiga mosli usulni ko'rib chiqamiz. Ya'ni xodimlaringiz bo'yicha testlar o'tkazamiz, ular qanaqa xarakterda, qanaqa ishda to'g'ri keladi ularga qanaqa rahbarlik usulida boshqarish kerak bo'ladi. Mana shu proseslarni ko'rib o'tamiz. 6-darsimiz albatta bu xodimlarni o'qitishimiz, bu yerda xodimlarni analiz qilish ketadi, qanaqa tartibdagi xodimlaringiz bor, ularni o'rganishga bo'lgan xohishi, kuchi qanaqa, ularga qanaqa tartibda o'rgatsa yaxshiroq bo'ladi, ichki akademiya qanday quriladi, uning ichida nimalar bo'lishi kerak, doimiy ravishda o'quv tizimi qanday joriy etiladi kompaniyada. Mana shu darslarni o'sha 6-darsimizda ko'rib o'tirganmiz. 7-darsimiz bu motivatsiya tizimi haqida bo'ladi. Nomoddiy va moddiy. Asosan bu yerda nomoddiy motivatsiya keltirib o'tilgan, ya'ni xodimda faqatgina jazodan qochadigan emas, balki uni individual motivatsiya shablonini yaratishimiz mumkin bo'ladi. Buning natijasida xodimda o'ziga yarasha motivatsion triggerlarni aniqlab, uni ruhlantirishimiz, ma'lum bir vazifani bajarishga, umuman kompaniya missiyasiga nisbatan uni qadriyatlarini, uni motivatsion darajasini to'g'ri belgilashimizni o'rganar ekanmiz. 8-darsimizda o'sha umumiy rejalashtirish va delegatsiya darsi bo'ladi. Bu yerda o'sha yig'ilgan hamma darslarni amaliyotda qo'llashimiz va regular management deymiz, doimiy boshqaruvga o'tishingiz haqida gaplashib o'tar ekanmiz. Asosiy 8 ta mavzularimiz mana shulardan iborat. Umuman olganda siz o'sha mentorligimdan nimalarni o'rganasiz? Birinchi navbatda biznesingizni tizimli boshqarish va xaosni yo'qotish. Xaos degani o'sha tartibsizlikni yo'qotar ekanmiz va tizimli boshqarar ekanmiz. Aniq strategiya, ustuvor yo'nalishlar belgilaymiz. O'sha bizda prioritetlar aniq bo'ladi. Kompaniyaga to'g'ri xodimlar tanlaymiz va yollaymiz. Eng muhim narsa kompaniyaga to'g'ri odam olish. Bitta xato xodim olishingiz bu uni 6 oy ishlatib, kompaniyangizni 6 oy olib o'tirasiz, keyin shaqa berasiz. Xuddi shunaqa zarar ko'rgandek bo'ladi. To'g'ri xodim tanlash juda ham muhim hisoblanadi. Delegatsiya orqali rahbar vaqtini bo'shatishingiz, bu demak, o'zingizni rahbar sifatida avvalambor to'g'ri ishlarga energiya sarflashingiz, bundan tashqari ishdan tashqari shaxsiy hayotingizga ham vaqt ajratishingizga yordam beradi. Xodimlarni to'g'ri motivatsiya qilish va o'qitish prosessi, feedbacklarni nazorat qilish va yaxshilab borish, har bitta xodimga o'sha o'si deymiz, обратный связь to'g'ri berishimiz kerak bo'ladi. Fikr mulohazani ishlari bo'yicha bu narsani ham o'rganar ekanmiz va jarayonlarni barqaror va maktablashishga tayyor holatga keltirar ekanmiz. Agar filial biznesida bo'ladigan bo'lsangiz, bitta filialda tizimni qurib olib, keyingi filial ochmaydigan bo'lsangiz qiynalasiz. Bir necha filialni ochib qo'yib, har bittasiga keyin tizim o'rnatish bir necha barobar murakkabroq bo'lar ekan. Xo'p, demak, biznes jarayonlarida va jamoani boshqarishimga va tizimlashtirishimga yordam bergan men o'zimda barcha instrumentlarni va bilimlarni berishga harakat qilaman. Bu meni o'sha birinchi mentorligim, to'g'ri ungacha ham individual tarzda bir nechta kompaniyalarga rahbar tayyorlab berdim, lekin mentorlik sifatida mas'uliyatni kattaroq olaman albatta. 8 ta men bilan offline darslar bo'ladi, o'sha ko'rib o'tgan mavzular darslarimiz bo'ladi. Jamoamizdagi o'sha Superme kompaniyasidagi top mutaxassislar bilan sizga o'sha suhbatlashish imkoniyati bo'ladi. Undan tashqari o'sha tizimli boshqaruv bo'yicha ensiklopediya olasiz, o'sha bizdagi slaydlar, hamma darslardagi material, undan tashqari tayyor shablonlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi bonuslar haqida Superme SOP'si to'liqligicha o'sha dars davomida ko'rib chiqiladi, analiz qilinadi va sizga ham dostуп beriladi. Tayyor SOP'dan shablondan foydalanishingiz mumkin va uni shunchaki noldan yozib chiqishingiz kerak bo'lmaydi. O'zingiz biznesingizga shablondan foydalanib, unga ozgina moslashtirish kiritsangiz bo'ladi. Bizda mehmon spikerlar o'sha Anvar aka Baxtiyorov, Superme kompaniyasi CEOsi, prodyuseri Fayoz Mardanov, bizda sotuv bo'limi rahbari Odilbek Yo'ldashev, bizda marketing bo'limi rahbari va Umidjon aka Axtamov, media bo'limi rahbarlari aynan boshqaruvda sizga kerak bo'ladigan metrikalar haqida gaplashilinadi. Ular marketing, sotuv yoki media bo'yicha sizga chuqur bilim berishmaydi. Ular aynan rahbarlik sifatida o'sha bo'limlarda kontrol qilishingiz kerak bo'lgan nuqtalar va qanday qilib yangi ideyalar bilan ishlash bo'yicha ma'lumotlar berishadi, darslar o'tishadi. Xo'p, o'zim bilan birga bir zoomlar bo'lib o'tadi har bitta ishtirokchi bilan. Bundan tashqari bizda maxsus handbook bor, ya'ni o'tilgan hamma mavzularimizni konspektlashtirilgan format sizga kitob ko'rinishida beriladi. Xo'p, bu handbook ichida nima bor? O'sha mavzular bo'yicha men bu
rahbarlik roli, mutaxassislar jalb qilish, sinov muddat, onboarding, adaptatsiya, o'qitish xodimlarni motivatsiyasi va hokazo. Mana shu mavzular bo'yicha hammasi bo'yicha bizda nimalar bor? Handbookda tayyor konspekt qo'lingizga borar ekan, darslardan tashqari bu. Undan tashqari bizda mana bunaqa workbooklarimiz bor. Har bitta o'quvchiga beriladi, o'tadigan mavzularimiz bo'yicha mashqlar berilgan. Darsni o'zida bajaramiz bularni, jarayonda kompaniyangizni tizimlashtirib ketar ekanmiz mana shu workbook bilan. Xo'p, workbookni qo'llash jarayonida siz hamma o'rgangan nazariy bilimlaringizni amaliyotda qo'llaysiz. Bu narsani to'g'ridan-to'g'ri o'zingizning kompaniyangizga ishlatishni boshlaysiz, faqat nazariya bo'lib qolmaydi, ya'ni olgan bilimlaringiz amaliyotda qo'llanilar ekan. Bizda bonus kurs bor, o'sha regular management degan. Managementda eng asosiy fundamental bilimlari berib o'tilgan. Bu yerda o'rtacha 20 ta video darslik bor. O'sha o'zim darslarim hammasini ko'rib, umuman olganda management sohasini fundamentlari haqida bilib olsangiz bo'ladi. Bu kursni ham qo'shib beramiz. O'zi mentorlik 6 oyda bir marta o'tkaziladi. To'g'risi keyingi mentorlik qachon o'tkazishim, qachon bizda vaqt bo'lishini bilmayman. Lekin mana shu yerdagi 20 ta odamga men qo'limdan kelguncha natijaga chiqarishga va biznesidagi boshqaruv bo'yicha muammolarni hal qilib tizimlashtirishga yordam beraman, xudo xohlasa. Xo'p, hozir bu darsni yozayotgan vaqtimda mentorlik uchun hech qanaqa qabul hech qayerda ochilmagan, faqatgina mana shu videoni ko'rayotganlar, mana shu 1 soatga yaqin bo'lgan darsimizni ko'rayotganlar uchun maxsus taklifimiz bor. Bu maxsus taklifni bilishingiz uchun o'sha pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, bizning menejerlar sizga bog'lanishadi va sizga o'sha eng zo'r narxda, chegirma narxda va eng ko'p bonuslarni tayyorlab qo'yishgan. Albatta, o'sha kimga kurs mavzulari qiziq bo'ladigan bo'lsa va rostdan ham professional rahbar bo'lmoqchiman, men karyeramni tanlab bo'lganman, o'sha menda boshqa yo'nalish yo'q, men aniq mana shu yo'nalishda ketaman, odamlarni boshqaraman va ularni natijaga olib chiqaman degan maqsadingiz jiddiy bo'ladigan bo'lsa, linkni bosib ro'yxatdan o'tishingizni tavsiya qilaman. Mana shu vaqtgacha dars ko'rganlar uchun maxsus bonusimiz bor deganik. Bonus o'sha biznesingizni tizimlashtirish uchun SOP qanday yoziladi. Mini video darsligim bor o'zimda. Bu video darsni olish uchun o'sha pastdagi linkni bosing va ko'rib o'sha darsdan ham amaliy narsalarni olib bajarishni boshlang. Mana shu vaqtgacha dars ko'rganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Mana shu butun ko'rib chiqqan darsimizda agar konspektlashtirgan bo'lsangiz, nimadir olib o'zingiz biznesingizga qo'llaydigan bo'lsangiz, men juda ham xursand bo'laman. Rahbarlarning asosiy vazifasi o'sha biznesni gullab yashnashi uchun yordam berish. Biznesning maqsadi nima desangiz, biznes bu odamlarning hayotini yaxshi tarafga o'zgartirishdir. Men xursandman sizda mana shu sohada, mana shu yo'nalishda odamlarning hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish uchun harakat qilayotganingizdan. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Anvar Baxtiyorov. O'zbekistondagi eng katta onlayn maktablardan biri Superman kompaniyasida SEO lavozimida ishlab kelaman va Javohir aka Abdufattoh bilan oxirgi 2 yildan beri birga ishlab kelyapmiz. Mana shu 2 yil davomida men ularni nafaqat tashqaridan qanaqa ishlashlarini, balki ichkaridan ham qanaqa ishlashlarini ko'rganman. Shuning uchun ham sizlarga bemalol ular haqida feedback bera olaman. Men o'ylaymanki, Javohir aka O'zbekistondagi eng kuchli shu biznesdagi jarayonlarni boshqarish bo'yicha va jamoani boshqarish bo'yicha eng kuchli mutaxassislardan biri. Ularning kuchli tomonlari o'sha biznesdagi muammolarni tez aniqlay oladi, tez diagnostika qila oladi va tez yechim bera oladi. Va undagi asosiy kuchli taraflardan biri tartibsizlikni tez yo'qotadi. Va juda ham ko'pchilik tadbirkorlarda, rahbarlarda asosiy muammo bu tartibsizlik. Qaysi bo'limni birinchi kuchaytirishni bilmaydi, qaysi xodimni birinchi ishga olishni bilmaydi, xodimlarga qanaqa task berishni bilmaydi, qaysi vazifalarni ketma-ketlikda qilishni bilmaydi. Ya'ni xaos, tartibsizlik juda ko'p. Va ularning kuchli tomonlari mana shu jarayonlarni tartibga qo'yish, tizimga qo'yish juda Javohir akada kuchli. Shuning uchun ham agar siz ham biznesingizda tartibsizlik bo'layotgan bo'lsa, xodimlar bilan bog'liq muammo bo'lsa, yoki jarayonlarni boshqarish bo'yicha muammo bo'lsa, men ularni metodliklarini tavsiya qilaman. Natija olishinglar aniq va shu biznesingizlarda tartib yo'lga qo'yishga va jamoani tizimlashtirishga, umuman biznes jarayonlarini tizimlashtirishga katta yordam beradi. Mana Javohir akani kurslarini bitirganimizga ham roppa-rosa 1 oy bo'ldi. Kim ikkilanayotgan bo'lsa kursga yozilishda, ikkilanmanglar. Mana men Absalomat Umidovni shaxsan o'zim ustozni tavsiya qilaman, kurslarni ham tavsiya qilaman. Inshaalloh juda ham ko'p bilimlarga ega bo'lasizlar va qiymati juda ham baland kurslari. O'sha to'lagan pulingizdan aniq kurs davomida undan ko'proq 10 baravar narsani olasizlar. Bu yerda faqat PMli emas, bu yerda HR ham bor, moliya ham bor, umumiy biznesni yuritish ham bor, umumiy strategiyalar tuzib kompaniyamizni masshtablashtirish ham bor. To'g'risi men kursga kelishdan oldin raqamlarimni bilmagan ekanman. Biznesim qanaqa holatda, o'zi qanaqa o'stiraman, nima joylarida kamchiliklar bo'lyapti, o'shalarni bilmaganman. Aynan shularni kurslarda o'qiganimdan keyin tushunib, tizimlashtirib, anchagina sistemalarni yasab qo'yganmiz. O'sha reglamentlar tuzib, tizimlashtirib, mana endi sekin masshtablashtirishga o'tyapmiz. Mana shu ido kompaniyalarni o'sha boshlab, qurib, tizimlashtirib,
o'stirishgacha sizlarga yordam beriladigan bilimlarni hammasi inshaalloh berilgan. Tak что maslahat beraman. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Nilufar va men Javohir akani, ya'ni ustozimizni operatsion direktorlik mentorlik kursida birinchi o'quvchilardan bo'lib kursni bitirganman. Bu kurs nafaqat klassический biznesga, balki bizning запуск sistemamizga ham juda to'g'ri kelgan va ancha yordam bergan. Biznes proseslarida va komanda yig'ishni boshlaganimizda bizga kuchli va tajribali PM kerakligini bilganmiz va juda ko'pchilik Javohir akani maslahat berganlar. Afsuski Javohir aka proyekt olmaganlar, no bizga sherigim bilan bizni ikkalamizni o'qitishga maslahat berganlar. Ikkilanmasdan srazu o'sha kuniyoq kursga yozilganmiz va 2 oy davomida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lganmiz. 2 oy ichida analizdan tortib, komanda yig'ish, komanda bilan kommunikatsiya, HR brand, optimizatsiya va bundan tashqari biznes ichidagi operatsion sistemasini to'liq shablonlar bilan bizga tushuntirib yordam berganlar. Kursni birinchi darsdan boshlab har bitta teoriyani, har bitta darsni biz praktikada, ya'ni amalda qo'llaganmiz va kursni oxiriga bizning komanda 2 barobar emas, 3 barobar emas, 5 barobar o'sdi desa ham bo'ladi. Nafaqat komanda, balki biznes proseslarimiz, biznes o'zi ham anchagina o'sgan. Kursdan oldin komandamizda atigina 5 ta xodim bo'lardi. No hozir kursni oxirida o'zimizning call centerimiz bor, call centerda 10 ta qiz bor, robimiz bor, har bitta bo'lim rahbari bor, to'plarimiz bor va har bitta bo'limda o'zining xodimlari bor. Kurs to'g'risi tugagandan juda ham afsusdaman, chunki har hafta yangi bilimlar, yangi insightlar, juda foydali narsalar bilib rivojlanib turganimdan juda xursanddim va birinchi o'quvchilardan bo'lganimdan juda faxrlanaman. Kursga yozilmoqchi bo'lganlar umuman ikkilanmasdan hoziroq joyizni band qilishni tavsiya qilaman, chunki bu kurs juda katta investitsiya hisoblanadi. Nafaqat biznesga, balki o'zingiz uchun ham, chunki ko'p narsalar hayotdan olingan, ko'p bilimlar. Javohir aka o'zi bilimli, ilmli inson bo'lgani uchun nafaqat biznesdan maslahatlar beradi, balki o'zingizni rivojingiz uchun ham ancha narsa o'rganishingiz mumkin. Bizga ustozimiz ham bunaqa workbook bilan kitob qilib berdilar. Menimcha bu narsa juda katta plus, chunki oldinda hali juda ko'p ishimiz bor, juda ko'p maqsadlar bor va bu kitoblar bizga yordam beradi. Shuning uchun обязательно kursga yozilinglar. Bu chin qalbimdan tavsiya, chunki bu narsa bizga ancha yordam bergan va men bilamanki bu narsa yana 1 yil emas, 2 yil emas, balki 3 yil, 5 yillab bizga ancha yordam beradi. Hammaga rahmat.